1. Qaysi javobda mavjud bo'lmagan birikma formulasi berilgan? Azot necha valensiya bo'lardi o'zi? 1, 2, 3, 4. Shunaqami? Hop, undan tashqari azot 5 oksidi ham mavjud edi, serida bo'lsa. Mana buni qaranglar, D varianti N2O7 deb qo'yibdi. Azot 7 valensiya deyaptim. 7ligi yo'q, ko'tarim. Demak, javobingiz shunda D bo'ladi. Azotda 7 oksidi shunda yo'q ekan deb D ni qo'yishingiz kerak. Ikkinchi savol. 1 atmosfera 27 gradusda 4 litr keladigan ideal gaz, 4 atmosfera 327 gradusda necha litr keladi? Nima ish qilib ishladinglar mana shuni? Ishla olgan bo'lsanglar agar. Qaysi formula? P va N ertaga qo'yib keyin aylantirdinglarmi? Nima dedinglar? Ketdik, qaranglar. Mana bu formulani ishlatsa bo'ladi. Birinchi usul uchun. Ikki xil usul ishlasa bo'ladi buni. P1 taqsim V ko'paytiruv V1 taqsim T1 teng P2 ko'paytirilgan V2 taqsim T2. Esingizdan bu formula? Uchala tushuncha ham, ya'ni konstant holat bo'lmaganda mana shu narsani o'zgartirib, ya'ni ishlaydi mana shundan. Xo'p. Demak, mana qaranglar. Demak, atmosferani aytibdi. Bir atmosfera. Biz har doim 101.325 kilopaskalga o'tkazarmidik? O'sha narsani o'tkazmaylik. Bitta narsasi bor faqat. Qaranglar. Farq shu yerda. Agar sizlar atmosfera holatini kilopaskalga o'tkazsanglar, 101.325 kilopaskalda ishlasanglar, R bor-ku. Universal gaz doimiysi 8.314 olasizlar u paytda. Lekin agar sizlar atmosfera holatini o'zida ishlamoqchi bo'lsanglar, bir atmosferani o'zida o'zgartirmasdan R ni 0.082 deb olishingiz kerak. Shu sharti bor. Men hozir qaranglar, atmosfera holatida ishlayveraman. Bosim menda 1 atmosfera bo'lgan ekan dastlabki holatda. P1 shunda menda 1 atmosfera. Keyingisi. Xo'p, temperatura deyapti 27 gradus bo'lgan ekan. Endi buni hozir Kelvinga shunday aytib yuboringlar. 300. 273 qo'shdik. Keyingisi. Va mana mana shu paytda menda hajm bor ekan, necha litr? 4 litr. Davomi. Hop, keyingi holatda deyapti endi. Bosim 4 atmosfera o'qibdi. P2 4 atmosfera. Shu paytda deyapti harorat 327 gradus Selsiy. Bittada Kelvin deb to'g'ri qolinglar. 600 Kelvin. Mana mana shu paytda deyapti V2 nechaga teng bo'ladi deb qo'yibdi. Ishlayvera olasizlarmi buni? Ishlayvera olasizlarmi bemalol? Mana shu usulda ishlab chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, ketdik bo'pti. Bizda hozir shunda bosim menda P1 necha ekan? 1 mi? 1 ko'paytiruv V1 necha? Mana 4 litr ekan. Taqsim T1 shunda menda 300 Kelvin. Teng ketdik. Xo'p, P2 bormi? 4 atmosfera ekan. Ko'paytirilgan. Xo'p, T2 shunda 600 ekan. Men pastda 600 turibdi. Hop, buchi X. Ya'ni V2 ni o'zi biza topishimiz kerak edi bu X. Nima qilamiz qaranglar. Mana shuni bir-biriga ko'paytirib bo'lish shartmi? Yo'q, mahrajni qaranglar. Proporsiyaning xossasi bor edi. Necha marta farq bor? 2 marta. 1 ga 2 nisbatda olsangiz bo'ladi. Ketdik. 1 ga ko'paytirdim-da, hech nimani ko'paytirmadik, ya'ni 4x teng 2 ni 1 ga, mana buni ko'paytiraylik birodarlar. 8. Ketdik. X teng necha? Tushundinglarmi? Hop. Ikkinchi usul bor, xullas. Xo'p, bu orqali P va N ertaga qo'yib molini topasizlar. U mol o'zgarmaydi modda miqdori deb keyin yana ikkinchi formaga o'tkazish kerak. Ikkita forma ishlatiladi, u shartimiz ekan, mayli. Biz qisqaroqda ishladik. Mana shuni o'zida ko'rib keturaylik. Hop, 3-savolinglar. Qaranglar. X-atom -3 ionida 50 ta elektron mavjud. Y4N+ ionida esa 10 ta elektron mavjud bo'ladigan bo'lsa, X, Y3 molekulasida nechta elektron bo'ladi? Mana. Yozamiz. X-atom -3 da elektron soni 50 ta. Mana nima degan edi -3? 3 ta ortuvchi elektron olgan, to'g'rimi? Olishdan oldin nechta bo'lgan u? 47 ta. 47 ta bu X-atom. Xo'p, kislorod tartib raqami 8 kira 4. 32. Xo'p, umumiy holatda menda demak 47 ni beryapti. 47 dan 32 bu bo'lsa qolgani 15. 15 bu hozir demak X ga tegishli. Bu demak qaysi element? Fosfor ekan. Demak, keyingisi. Xo'p. Davomida aytdi bizda Y4N+ holatida elektron soni 10 ta. Mana nima degani bittani berib yuborgan. Bitta berib yuborgan holatida 10 ta. Berib yuborishidan oldin nechta bo'lgan? 11 ta bo'lgan. Azot tartib raqami necha? 7. Umumiysi menda hozir demak bu yerda 11 ekan. 11 dan 7 ni olib qolgani buniki. 4. Nechta Y? 4 tasi 4 ekan. Bittasi necha bo'ladi shunda? 1 bo'ladi. Qaysi element u? Vodorod ekan.
Ketdik. Endi davomidan x, y 3 deb qo'yibdi. X, y 3 degani bu demak p H3. Fosfin ekan. Buni tartib raqami hozir 15, elektron 15 ta, bunda esa 3 ta. Umumiy elektronlar shunda 18 ta deb olib qo'yishinglar kerak. Xo'p. Keyingisi. 4-savol. Metal galagenit geksagidrati. Geksagidrati nima degani o'zi? 6 ta suv. Qaranglar. Metal necha valentliligini bilamizmi, bilmaymizmi? Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Galagenchi? 1 valentli bo'ladi galagen. Xo'p, menda hozir demak metal necha valentli bo'lsa, bu yerga nechadir tushar ekan. Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Xo'p, ko'paytiruv 6 ta suv geksagidrat deganligi uchun. Endi qaranglar. Shu metal galagenit geksagidrat tarkibida bir ion elektron konfiguratsiyasi 3s2 volt. Qaysidir ion? Bunisidir, bunisidir, unisini bilmaymanmi? Lekin qaysi biridir ekan shu? Xo'p, davomiga o'tib turamiz. Undagi kristallizatsion suv massasi, buni massasi qancha topinglar? 18 6 ga ko'paytiramiz. 108. Mana shu massasi metaldan ko'ra 4 marta ko'proq. Demak metal 4 marta kamroq 4 ga bo'linglar. 27 bo'lsa qaysi element u? Tushundinglarmi shuni? Alyuminiyning valentligi necha? Demak galagen tegiga necha tush kerak? 3 tush kerak. Demak bu metal galagen 3 holatda bo'lgan ekan deb topib olasizlar valentligini qo'yib. Demak menda hozir endi qaranglar. Bitta ma'lumotdan foydalanmadim. Noma'lum qaysidir bitta ion 3s2, 3p necha edi? 6 edi. Qaysi ekan u? Ya'ni noma'lum galagenni aytayotgan ekan demoqchi. Tushundingmi? Galagen ekan o'sha elektron konfiguratsiya. Endi qaranglar. Alyuminiy metal u elektron beradi. Nechtani beradi bittada valentligiga qarab? +3. Bu esa minus bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni bitta ortiqchani olib qo'ygan ekan. Hop, men buni yozadigan bo'lsam to'lig'ini 1s2 dan boshlanadi hammasi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 holatiga keladi. Ketdik. Menda hozir demak hisoblasak, agar 1s2 da 2 elektron, 2s2 da yana 2 elektron, 2p6 da 6 elektron, 10 ta bo'ldi. O 2 qo'shinglar 12. Yana 6 ni qo'shinglar 18. Demak bu elektron konfiguratsiya hozir 18 ta elektronni ko'rsatyaptimi? Bu nimasi faqat bitta ortiqchani olib qo'ygan holati. Mana shu galagenim minus holatida 18 ta. Bittani qaytarib beraylik, necha bo'lgan? Dastlab 17 bo'lgan. Demak qaysi element bu? Xlor ekan deb. Davomi nima kerak ekan endi bizga? Kristalli gidratda molyar massasi. Ketdik. Bizda hozir demak u alyuminiy xlorid ko'paytirilgan 6 ta suv bo'lgan ekan deb hisoblaymiz. Mana bu necha bo'ladi? 213 midi? Uzr, adashdim men. Hop. 106.5 adashmasam men bu 27. Necha? 133.5. 6 ta suv necha chiqdi hozir boya? 108. Qo'shib yuboringlar. 241 yarim deb javob olib qo'yasizlar. Javob beri shunda? D ekan. Zo'r-ku. Xo'p. 5-savolga o'tamiz. Qaysi molekulada sigma bog'li soni eng ko'pi? Mana shu kichkinaroq qilib yozaveraman. Eng kamimi? Eng kami ekan. Amyak tipda qaranglar. Amyak hozir yozadigan bo'lsam 1 2 3. Sigmalar nechta? 3 ta ekan bunda. Keyingisiga o'tdim. Xo'p, karbonat angidrid. Xo'p, har qanaqa bog'ning birinchi sigma qolgani pi bo'lardi esingizda bo'lsa. Nechta sigma? Bitta, ikkita. Demak, sigmalar soni ikkita deysizlar. Keyingisi. Demak, xo'p, metan deb qo'yibdimi keyingisida shunda? Metan. Organikani bilamiz, mislan. Organika o'tamiz chunki. 1 2 3 4. Nechta ekan? 4 ta. Xo'p, keyingisi sulfat angidrid. SO3 ni nazarda tutayotgan ekan. Har qanaqa bog'i birinchi sigma. Demak 1 2 3. Nechta ekan? 3 ta. Eng kamini so'radimi? Eng kami nimada shunda? Karbonat angidridda deb javob berish shunda B deb olib qo'yasizlar. Xo'p, 6-savol. NH2 minus ionida nechta taqsimlanmagan xo'p, juft elektron mavjud deb qo'yibdi. NH2 minus. Bu nima degani qaranglar. Xo'p. Azot valent elektronni topa olasizlarmi o'zi? Valent elektron qanaqa topilardi? S bilan P ni eng tashqisi, eng oxirgisi qo'shilardi yoki bundoq qilib qizil bilan sariqladi, shunda guruhiga qarab qo'ysanglar ham bo'ladi. Tushunamizmi? Ketdik. Yozamiz. Azot. Xo'p, ikkita vodorod hozir ushlab turgan ekan. 1 2. Demak, bu yerda ikkita elektron sarflagan, to'g'rimi u? O'zi valent elektron nechta guruhi necha uni? 5 ekan. Xo'p, 5 dan tashqari faqat bittani olibdi yana u. Nechta bo'ldi? 6 ta bo'ldi. Ketdik. Menda hozir 1 2 ni ishlatdi, nechta qoldi yana?
4 ta qoldi. Taqsimlanmagan degani bu hosil qilishda qatnashmagan degandek xuddi. Juft elektron degani necha juft ekan? 2 juft bor ekan, bilasizlar. Umumiy elektron o'zi banda 5 ta bo'lish kerak edi guruhiga qarab. Mana bu hozir minus deganligi uchun bitta ortiqcha oldi, 6 ta bo'ldi unda. 6 dan hozir 2 tasi mana vodorodga sarflangan, qolgan demak 4 tasi 2 juftni beradi. Tushunarlimi? Bog'lanishda qatnashmagan hisoblanadi. Xo'p. Kichkina gruppada gibridlanishligimiz tushunmasanglar, agar kirsanglar bo'ladi. 7-savol. 30 gradusda ikkita reaksiya tezligi R1 R2 debdi. Xo'p, 1 ga 1 nisbatda bo'lib, qanday temperaturada 4 ga 9 nisbatda bo'ladi? Gamma 3, gamma 2 ekan. Xo'p. Ketdik qaranglar. Ikkita reaksiya ketyapti. Xullas, birinchi reaksiya, ikkinchi reaksiya. Ularni xo'p, ma'lum 30 gradus ekan. 30 gradusda tezligi 1 ga 1 nisbatda ekan. Va birinchi reaksiyani temperatura koeffitsiyenti 3 ekan, ikkinchi reaksiya temperatura koeffitsiyenti 2 ekan. Bitta narsani oldindan qaranglar. Mana shu o'zdan nimadir tushunsa bo'ladi. Menda hozir tezlik 1 ikkala reaksiyada temperatura koeffitsiyenti bor. Agar menda hozir mana bu 30 emas 40 gradusga oshsa, ya'ni 40 gradusgacha ko'tarilsa, 10 gradus ortish bo'ladimi? Darajaga chiqadi 1. 10 bo'lsa, 10 gradus farq bo'lsa, daraja chiqardi desada bo'lsa, haroratning o'zgarishi darajaga chiqadi, bitta 0 ni olib tashlagan holatda deb aytardik. Hop, demak, mana bu 3 birinchisi, mana bu 2 ni birinchisi bo'ladi. Qaysini tezligi oshib ketib qoladi ko'proq? Temperatura koeffitsiyenti qaysi biriniki katta bo'lsa, tezlik agar harorat oshsa, tezlik kattalashib ketib qoladi. Tezlik agar hozir harorat tushiriladigan bo'lsa, tezlik juda ham kamayib ketib qoladi. Demak, xulosa, agar men hozir buni 40 gradusga agar o'tkazsam ham, mana 40 gradusga o'tkazsam, orada farq qancha? 10 mi? Darajaga men 1 chiqish kerakmi? Hozir 3 ni birinchisi, 2 ni birinchisi bo'ladi. Shuncha marta hozir agar harorat ko'tariladigan tezlik oshishi kerak edi. 1 edi, necha qoladi tezlik? 3 marta oshib. 3 bo'lib qolgan bo'ladi. Mana-chi. Qaysi tezlik kattaroq? Birinchi reaksiya tezligi kattaroq, to'g'rimi? Demak, xulosa, agar men buni harorat hozir oshib boradigan bo'lsa, birinchi reaksiya tezligi kattalashib ketaveradimi? Chunki temperatura koeffitsiyenti katta. Demak, temperatura koeffitsiyenti kattasiniki har doim tezlik kattalashib ketadi agar harorat oshadigan bo'lsa. Endi bu bundoq qarasanglar bitta narsani aytibdi. Xo'p. Ular qanday temperaturada 4 ga 9 nisbatda bo'lib qoladi debdi, tezliklari. Birinchi reaksiyamda tezligini qarasanglar kam ekan-a? Ya, men bunda hozir haroratni oshirsam tezlashib ketyapti-ku borgan sari. Demak, harorat oshmagan, nimaga qilgan? Tushirilgan deb mana shu narsani tushunishlik kerak edi. Endi tushiramiz, qaranglar. Xo'p, 40 ga emas, 30 gradusdan xo'p, 20 ga o'tkazib ko'raman. 10 gradus farq bormi? Harorat hozir demak temperatura koeffitsiyenti 1, temperatura koeffitsiyenti hozir 3, 2 edi, darajasiga 1 chiqdi. Demak, menda hozir 3 marta bu kamayadi endi. 1 ni 3 ga bo'linglar. 0.33. Xo'p, 1 ni endi bo'lamiz biz 2 ga bunikini. 0.5. Qaysi birining tezligi kattaroq? Ikkinchisi. 4 ga o'ta ikkinchisi kattaroq bo'lishi kerakmi? Faqat 4 ga 9 nisbat bo'lishi kerakmi? Qaranglar. Xo'p, bu yerda sonimiz maydalashib ketdimi? Demak, men hozir 1 ga 1 aynan 1 tezligini olishim shartmi? Yo'q, u 1 ga 1 nisbat edi. Xohlagan soninglarni oladi. Biza faqat hozir bu orqali hisob-kitob orqali harorat oshishi kerak emas ekan, harorat tushishi kerak ekan. Shu narsani tushundik. Endi qaranglar. Menda hozir dastlabki holatda 30 gradus bo'lgan paytda xo'p, tezlik 1 ga 1 nisbatda edi, ya'ni 1-1 ga teng edi. Aynan bir sonni olishga majbur emasizlar. Biza faqat u yerda harorat oshadimi, kamayadimi, shu narsani tushunish uchun ishlatib turdim. Endi harorat olaman. Necha olamiz? Qanaqa son olsak chiroyliroq ketadi. Temperatura koeffitsiyenti hozir 3 bilan 2 mi? 6, zo'r. Bo'ladi. Ketdik. Xo'p, 30 gradusda 1-1 nisbat degani 6 ga 6 nisbat. Qo'shilasizlarmi? 1 ga 1 mi baribir? Opa. 1 ga 1 deganim shu. Ya'ni 1-1 ga teng, mana bu tezliklar bor. Necha gradusda bu? 30 gradusda. Endi mana shuni kamaytirib ko'raman, qaranglar. Agar men hozir uni 20 gradusga o'tkazadigan bo'lsam, harorat o'zgarishi 10 bo'ladi, darajaga 1 chiqar ekan. 3 birinchisi, 2 ni birinchisi. Hop, mana buni hozir tezlik kamayadi. 6 ni bo'lamiz 3 ga. Hop, 2 bo'lib qolgan keyingi tezlik. Hop, men 6 ni bo'laman, endi temperatura koeffitsiyenti 2 ekan. Nechaga? 3. 2 ga 3 degani 4 ga 9 beradimi nisbatini? Hop, 2 ga 3 nisbat 4 ga 9 beradimi, yo'qmi? Qarang, nima qilasizlar? 2 ni 2 marta ko'paytirsa 4 bo'ladi. Buni ham 2 marta ko'paytirsanglar 6 bo'ladi. 4 ga 6 bo'lib qoladi-ku bu. Tushundinglarmi? 4 ga 6 bo'lib qoladi-ku. Nisbatni ikkalasini bir xil songa ko'paytirdim. 4 ga 9 emasmi? Demak, yana harorat tushiraman. Demak, menda hozir 20 ga o'tmagan u, yana tushiramiz. 10 gradusga o'tkazaman men.
O'shanda 30 dan 10 ga o'tadigan bo'lsa, necha gradus farq? 20 gradus farq. Darajaga necha chiqadi o'shanda? 2 chiqadi. Ketdik. Buni o'chirib turdim. O'rgamadi. 3 ning ikkinchisi bo'ldi endi u. 2 ning ham ikkinchisi. 9 mi mana bu? 9 ga bo'linglar. Mana buni hozir 4 mi? 4 ga bo'linglar. Necha? Bu hozir 0 butun nechadir chiqadi ekan? 0.666 davrada ketib qoladi. Mana buni bo'ladigan bo'lsa 1.5 bo'ladi. Shunaqami? Esingizda bo'lsa men sizlarga aytdim. Kimyoviy matematika o'tayotgan 0.666, 0.333 kelgani bu kasr holatga o'tkazib olsangiz bo'lardi. 0.666 degani bu esingizda shu narsa 0.333 kelib qoladigan bo'lsa 1 taqsim 3 devoraylik o'shani dedim. O'shanda yo'qotib yuborasizlar nisbatini. Endi qaranglar. Mana 1.5 nima degani endi? Necha? 3 taqsim 2 degani, to'g'ri. Ya'ni 1.5 degani 1 butunlik va undan tashqari yarim degani. Xo'p, yoki nima qilamiz hozir buni? Xo'p, nisbatini qanday o'zgartirsak bo'ladi desak, mana buni ham hozir kasrga o'tkazar ekanmiz baribir. Agar sizlar ko'ra olmasanglar nisbatan buni, kasr holatga o'tkazadigan bo'lsak, necha sonni olsak bo'ladi? Mahrajiga 3 qo'ying. Mana bunda necha bo'lish kerak? Bo'pti, unaqa qilsak bo'lmas ekan. Xo'p. Bo'pti, 10 lik kasr o'timidik, o'sha holatda o'tkazamiz. Bo'pti, qarang. Mana bu 1.5 degani, mana bu 10 dan 5 deylik, 1 butun 10 dan 5. Demak, mana nima deyman desa, 1 butun 10 dan 5 deb o'tkazamiz. 10 lik kasr holatida o'tganimizda. Hop, endi mana bu hozir 1 butun degani noto'g'ri kasrga o'tkazinglar-da. Mana 1 butun degani 10 qism degani. Demak, bu 15 taqsim 10 degani. Buni nisbatini qisqartiramiz maksimal holatda. Xuddi shunaqa. Mana hozir ikkala son ham demak nechaga bo'linar ekan? 5 ga bo'linar ekan. 5 ga bo'ladigan bo'lsa bu 3 bo'ladi, 5 ga bo'ladigan bo'lsa bu demak 2 bo'ladi. Hop, mana shu holatga kelib qoldi. 4 taqsim 9 ni beradimi yo'qmi o'zi bu desa, buni hozir nisbatini nima qilishimiz kerak? Bir xil songa aylantirishimiz kerak. Mana buni mahraji 3, mana buniki 2. Hop, men nima qilaman desa, umumiy mahraj bermoqchiman. Bunga 2 ni bering, bunga 3 ni beramiz. O'shanda necha bo'lib qoladi mana bu? 4 taqsim 6. Buchi? 9 taqsim uzr, 6. Ikkalasi ham 6 bo'ldimi? 6 dan shundoq qisqartirib olaylik. Umumiy mahraj bergan uchun necha qoldi? 4 qoldi. Necha qoldi? 9 qoldi. Demak, 4 ga 9 nisbati berar ekan, o'qmaysiz bo'ladi. Hop. Yoki bunaqa qila olmayman, o'zimni qiynamayman desanglar, nima qilasizlar qaranglar. 0.666 bilan 1.5 mi? Nisbatini oshira olasizlar mana shuni o'zini? 0.666 bilan 1.5 nisbat turibdi. 2 marta oshiraylik nisbatni. Mana necha bo'ladi? 3. Mana necha bo'ladi endi faqat? 1.333 ketadi, yaxshi. Yana endi qaranglar. Mana bu 0.666 ni nechtasi butun holatiga o'tadi? Nechtasi? 3 tasi. Mana shu narsani bila olishingiz kerak o'zingizlar ozgina. 0.666 2 marta oshirsam 1.333. Yana 0.666 ni beraylik, 2 chiqadi. Rovna 2 chiqadi. O'shanda mana buni ustidan yana qo'shishim kerak ekan uning uchun. Necha marta oshiraman buni nisbatini? 3 marta oshiraman. O'shanda menda butun 2 son chiqadi. Mana buni ham demak hozir 3 marta oshirishim kerak, ma'nosi buzilmasligi uchun. Necha qoladi o'shanda bu? 4.5 bo'lib qoladi. Demak 2 taqsim 4.5 degani bu 4 taqsim 9 degani deb olib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, yoki yana bu narsani ham mana hozir 3 barobar ko'paysa 2 ligini men bilmayapman, sizlar nima qilasizlar? 0.66 taqsim 1.5. Shundan nisbatda oshirib ketinglar bo'ladi. 2 marta oshirdim mana. Necha bo'ldi? 3. Mana 2 marta oshirdim 1.333. Yana oshiraman. Xo'p, mana buni nechiga ko'paytirsak bo'ladi mana buni? Xo'p. Mana buni agar yana 2 ga ko'paytirsam, mana 2.666 bo'lib ketadi. Shunaqami? Yana butunga o'tmaydi. Demak 2 ga emas 3 ga ko'paytirib ko'ringlar mana shuni. O'shanda mana 9 bo'ladi. Mana buni 3 ga ko'paytirsanglar, necha bo'ladi mana bu? 4 butun chiqadi. 3.99 4 degan. Xullas, o'zingizga qulay holatda chiqarishingiz kerak bunisi. Tushunarlimi? Xo'p, ketdik keyingisi. 8-savol. X2, Y2 gazlari 1 ga 2 milliard nisbatda aralashtirildi va reaksiyani berib qo'yibdi qanaqaligini. Reaksiyada qaranglar. Bunda reagent va mahsulot miqdorlari tenglashgan bo'lsa, sistemaning muvozanat konstantasini aniqlang. Yozdik. Mana hozir demak, X2 bor, Y2 bor va hosil bo'layotgan ekan bizda demak XY. Reaksiya tengmi yo'qmi? Nima qilamiz? Buni oldiga 2 qo'yamiz, buni oldiga 1, buni oldiga 1. Tepada hozir sarf deymiz. Dastlabki moddalar muvozanat holatida olamiz. Xo'p, ketdik. Demak,
Manda x2 bilan y2 dastlab 1 ga 2 milliard nisbatda bo'lgan ekan. Dastlabki holati. Men o'sha nisbatni qabul qilaman. Men 1 milliardli bo'lgan, men 2 milliardli bo'lganini qabul qilaylik bo'ldi. Masalada baribir aniq tushuncha yo'q. 1 ga 2 nisbatni qabul qildim. Endi qaranglar. Hop, bizda hozir bu qancha bo'lgan shu dastlab? 0 bo'lgan, ya'ni bo'lmagan. Endi hozir bitta nisbatni olaylik. Sarflansa, mana bu A milliardli sarflansa bu qancha sarflanadi? A. Bu qancha hosil bo'ladi? 2. 1 2 nisbat bo'lganligi uchun ketdik. Bu 1 sarflansa, bu ham 1 sarflanadi, bu 2 hosil bo'ladi. A sarflansa, A sarflanadi, 2A hosil bo'ladi deb qo'yishlik. Endi, hop, muvozanat holatda qancha qoladi demak? 1 dan A ketgan holatda 1 minus A. Bu-chi? 2 minus A. Bu-chi? Bo'ldi, hosil bo'ldi u 2A. Va mana mashta bitta shart aytayotdiki, hop, bunda reagent va mahsulot miqdorlari tenglashib qoldi. Bu bilan bu qism bir-biriga teng bo'lib qoldi, deyapti. Ketdik. Reagent qancha? 1 ga 2 ni qo'shinglar. 3 minus aniqmi? Ketdik. Bu qism necha bo'ladi o'sha? 2. Bo'ldi, mana shu tenglamani ishlayveramiz. Hop. Yaxshi. Bu yerda hozir necha bo'ladi shunda? 4A teng 3 ga. A necha bo'ladi shunda? 0.75. Mana chiqdi. Nimani so'raldi o'zi? Km so'rabdimi? Muvozanat konstantasini. Menda hozir demak 0.75 sarflangan, 0.75 sarflangan, bu esa 1.5 hosil bo'lgan ekan. Mana buni shunday demak, muvozanat holatida 1.5 deb yozib olveraman. 2 dan 0.75 ni ayirib yozaman. Hop, 2 dan 0.75, 1 dan ayirar ekanman buni. 0.25. Km ga qo'yaman. Km degani hozir muvozanat konstantasi bo'lib, muvozanat holatdagi moddalarning molekyar konsentratsiyasi solinish kerak edi. Ketdik. 1.5 ning kvadrati. Mahrajga shunda 0.25 ko'paytirilgan 1.25 tushar ekan. Hisoblab olinglar, javobingiz kelib chiqadi. Nechi? 7.2 bo'lar ekan javob. 9-savol. 98% li sulfat kislota eritmasini zichligi 1.8 gram taqsim millilitrga teng bo'ladigan bo'lsa, uning molyar konsentratsiyasini aniqla. Xo'p, demak menda hozir sulfat kislota eritmasi bor ekan va u 98% li ekan. Foiz konsentratsiyasi 98% li. Va hop, u eritmaning zichligi 1.8 gram taqsim millilitrga teng. Shu eritmani molyarligini aniqlayapti. Molyarning birligini o'lardi aytavringlar. Mol taqsim litr. Litr nimaniki? Eritmanikimidi? Molcha. Demak menga ikkita narsa kerak ekan. Mol bilan litr kerak bo'ldi. Eritmaning hajmi, erigan moddaning molini topaman, bir-biriga nisbatini oladigan bo'lsa, molyar konsentratsiya kelib chiqargan. Hop, qaranglar. Masalada aniq tushuncha bormi yo'qmi? Aniq tushuncha degani gram, litr, ta, mol ekvivalent misol uchun. Unaqa tushuncha yo'q-a? Foiz konsentratsiya nisbat, zichlik nisbat, so'ralayotgan narsa nisbat. Bitta narsani qabul qilishga haqqingiz bor. Xohlagan narsani qabul qilinglar, lekin buni menimcha eng qulayi mana bu eritmani o'zini qabul qilish 1 litr deb. Bo'ldi. Sizlar u molyar konsentratsiyaning bitta narsasini topgan bo'lasizlar xuddi. Tushunalingmi? Qabul qildik 1 litr eritma. Bo'ldi. Menda aniq 1 litr eritma bor. Bo'ldi. Birinchi shart bajardim. Endi nima kerak menga? Erigan moddani moli kerak. To'g'rimi? Hop, qaraq topamiz, qaranglar. Litrmi? Zichlik nimani ko'rsatadi? Eritmani hajmi bilan eritmani massasini o'zaro bog'liqligini. Nima ish qilamiz hozir? 1 litr eritma degani bu 1000 millilitr eritma degani. Demak, buni og'irligi qancha bo'ladi? Proporsiya qo'yinglar. 1800 gram. Mana shu eritma necha foiz beradi? Bu 100%, buni tarkibida 98% shunday erigan modda ekan. Qancha? 1764 gram. Jog'am, menga lekin erigan moddani gram emas, mol kerak. Ketdik, sulfat kislotamidi bu? Molyar massasi 98 ga bo'lib yuboringlar, molga o'tib olamiz. 18 mol. Bo'ldi. Menda erigan moddam demak 18 mol ekan. Eritmam qancha o'zi? 1 litr deb qabul qilganman-ku. Javobingiz demak 18 milliard. Zichlik 1.8 grammi 1 millilitr. Menda eritmam necha ekan? 1 litr deb qabul qildim. 1 litr necha millilitr degani? 1000 millilitr. 1 millilitr bo'lsa 1.8 gram, 1000 millilitr bo'lsa qancha deb proporsiya urib yubordim men. Tushundingizmi? 1000 ni ko'paytirdim 1.8 ga, bo'ldim 1 ga. Tushundingizmi? Proporsiya mana bunaqa chizig'ini bunda cho'zib yozib o'tirmadik. Tushunalingmi? Shu holatda yozib yubordik, bo'ldi. 1800 shunda gram chiqdi, 100% 98 ga qancha deb erigan moddani topdim, molga o'tib qo'ydim. Tushunalingmi? Davom etsam bo'ladimi? Xo'p, savolingiz bo'lsa beringlar. 10-savolga o'tamiz. 10. 300 gram X tuz eritmasi. X nima ekanini qo'rqib ketmanglar. U qaysidir tuz demoqchi, farqi yo'q demoqchi.
Tushundinglarmi? Qaysidir tuz. Tuz to'yingan eritmasi 50 gradusdan 20 gradusgacha sovitilganida 50 gram o'sha tuz cho'kmay tushibdi. Xo'p, x ning 20 gradusdagi eruvchanligi 25 ga teng ekan. Ketdi, yozib olamiz. Eruvchanlik 25 gradusda 20 gradusda necha 25 ga tengmi? Bu nima degani edi? Bizda bor degani u yoki bu nisbiy tushunchami? Bu nisbiy tushuncha edi. Agar senda 100 gram suv bo'ladigan bo'lsa, u 25 gram maksimal tuzni erita oladi degani. Va eritma qancha bo'ladi o'shanda? 125. Agar senda 100 gram suv bo'lsa, shu narsa. Lekin bizda qanchaligini bilmaymiz hali. Hop, va davomida nima dotkin? Hozir. Shartida aytayotgan ekanki, 50 gradusda turgan ekan bizda bitta eritmamiz va u necha gram bo'lgan ekan o'sha payt? 300 gram bo'lgan ekan. Keyin u 20 gradusgacha sovitilgan paytida 50 grammi cho'kmaga o'tib ketibdi. Necha qolgan eritma demak? Tushundinglarmi shuni? Bo'ldi. Mana buni hozir nisbatiga qo'yib yuborsam bo'ladimi? Menda demak 20 gradusda eritmam 250 gram ekan. Buning ichida tuzi qancha? 50 gram. Suvi qancha? 200 gram. Hop, men topishim kerak ekan 50 gradusdagi eruvchanlikni. Men bitta narsani xulosa qilib olaylik endi. Menda mana 300 gram ichida qancha suv bo'lgan baribir? Baribir 200 bo'lgan, chunki suv cho'kmay uchramaydi-ku. Tushunalingmi? Suv cho'kmay o'tmaydi-ku. Hozir demak u 200 bo'lgan. Demak qanchasi tuz bo'lgan? Bo'ldi, eruvchanlikni topib ko'ramiz. Menda hozir demak, mana bu suv edi. Mana bu tuz edi. Tuz menda hozir 50 gradusda 100 gram bo'lgan ekan, suv esa 200 gram. Lekin eruvchanlik 100 gram suvga nisbatan ko'rsatadi. Proporsiya qilasizlar, 50 chiqadi. Demak, eruvchanligingiz 50 ekan. Keyingiga o'tsam bo'ladimi? Ketdik. Demak, 11-masala. Malyar konsentratsiyalari bir xil bo'lgan moddalar eritmasini pH qiymati ortib borish tartibida joylashtirilgan qatorda belgilang. Qaranglar. Bu nazariya-ku o'zi. Shundoq ishlab ketaveramiz og'zaki holat. Qaranglar. pH qiymati nima qilish kerak ekan? Savol sizlarga. pH qiymati nechadan nechagacha bo'lardi? Kallani qo'ydinglar. 0 dan 14 gacha emasmidi? O'zini muhiti to'g'ri. 0 dan 7 gacha deyiladi. Umumiy qiymat nechagacha? 0 dan 14 gacha. Endi aytayapti, qiymat ortib borish kerak ekan. Ana mana shu tazgina fikrlashingiz kerak. 0 dan 14 gacha o'tyapti degani pH ning qiymati nimalarni ko'rsatardi? Nullarini. Ya'ni pH qiymati 0 degani bu 1 mol taqsim litr degani edi. pH qiymati misol uchun deylik 7 degani 0.00000 1 2 3 4 5 6 7 keyin 1 degani edi, esingizda bo'lsa. Endi ma'micha etsa pH qiymati 14 degani endi 1 ko'paytirilgan 10 usti minus 14 mol taqsim litr. Qaysi son katta etsa qiymati kichkinasi o'zi kattadir. Tushunalingmi? Qiymati kichkinasi konsentratsiyasi kattadir. Qiymati kattalashyapti degan nullari ko'payyapti degan. Demak uni maydalashib ketyapti qiymati degani, ya'ni ma'nosi. Tushunalingmi? Malyar konsentratsiyasi. Endi xulosa. Demak xulosa qilamiz. Har qanaqa holatda pH yoki pH berilsa 0 dan 7 gacha o'zini muhitda derdik. pH degani kislota muhitimi asosmi? Demak 0 dan 7 gacha o'zini muhiti qaysi muhitda ekan demak? Kislota. 7 nima u? Neytral. 7 dan 14 gacha esa qarama-qarshi muhit asoslilik muhitini beradi. Demak xulosa, qiymat ortib borish kerak. Demak birinchi kislota muhiti bo'lib, neytral muhitga o'tib, keyin asoslilik holatiga o'tib ketish kerak. Tushundinglarmi shuni? Ketdik. Variantdan qidiramiz, qaranglar. Demak, aytilyapti bizda. Xo'p, xlorid kislota qanaqa muhit? Kuchli kislota u. Kislota muhiti rostdan boshi? Ketdik, davomiga o'tdik. Xo'p. Nima deb qo'ygan hozir buni? Xo'p, bu kuchsiz. Natr xlorid qaranglar, neytral muhit beradimi? Neytral muhit berdi. Keyingisi. Natriy kuchli. Natriy kuchli. Shuni hisobdan nima bo'ladi bu muhit? Ishqoriy muhitga o'tdi. Natriy OH-chi? Ishqori o'zi. To'g'riga o'tdimi hammasi? Demak javobingiz A bo'ladi. Xo'p. Javob olib qo'yaverasizlar, bo'ldi. Shu to'g'rigalarga. 12-savol. Joyiga keldik, qaranglar. 12. Reaksiyani berayotganini qaranglar deyman. S nima deb qo'yibdi keyin? NO3 minus H plus hosil bo'lyapti demak oltin gugurt 4 oksidi, azot 2 oksidi plus suv chiqdi. Shunaqami? Bundoq qaranglar-da. Bu qanaqa reaksiya? Mana buni nitrat kislota deb ishlab o'rgansizlar.
Bu o'zi qisqa yo'lli tenglamaydi. Esingizda bo'lsa, hop, reaksiyani yozib, uni to'liq yo'lli tenglamasi bo'lardi. Keyin bir xil chap tomon bilan o'ng tarafda bir xil kelib qolgan holatlarni qisqartirish orqali yo'llarini qisqa yo'lli tenglama olinardi. To'liq yo'lli tenglama yozilib, keyin qisqartiriladigan joyi qisqartirilib, qisqa yo'lli tenglamaga o'tiladi. Bu o'zi aslida qisqa yo'lli tenglama. Bu yerda faqat qisqartirilishi mumkin bo'lmagan narsalar nima bo'lardi? Cho'kma, suv va gaz. O'shancha mana o'sha narsalar qolgan. Tushunyapsizlarmi? Mana bu yerda nimaga ion qolib ketgan desa, chunki bu yerda o'sha azot yoki boshqa element atomlari yoki qanaqadir holatda qolib ketganki, bu yerda qisqarish bo'lmagan. O'zi bu qanaqadir to'liq reaksiya bo'lgan. Keyin uni to'liq yo'lli tenglamasiga o'tib, keyin qisqartirib mana shu holatda qolibdi. Lekin sizlar mana buni nitrat deb ishlayverdinglar, nitrat kislota. Lekin ayrim bir qanaqadir reaksiyaviy holatlarda unaqa qilib ishlashimiz mumkin bo'lmaydi. To'g'ri kelmaydi unaqa. Mana shu paytda nima qilamiz degan savol keladi. Buni ishlasanglar oddiy chiqdi. Lekin hozir boshqacharoq usulda ishlashni o'rganamiz, qaranglar. Agar sizlarda qisqa ionli tenglama kelib qoladigan bo'lsa, qisqa ion tenglama kelib qoladigan bo'lsa, hop, qanaqa tenglashtiriladi? Ikkita holat bor. Hop, tenglashtirish uchun ikkita holat bor. Foydalanadigan narsalar nima bo'ladi? Qaranglar. Vodorod ioni va suv. Bu birinchi holat uchun. Ikkinchisi OH ioni va suv. Reaksiyani tipiga qarab, mana shu ikkala narsadan bir donasi tanlanadi va o'sha bo'yicha tenglashtiriladi. Qaranglar. Nimasiga qarab tanlayman desa, chap tomoningizda muhit qanaqa desa, vodorod nima muhitini beradi? Kislotami asosmi? Kislota muhiti. Demak, birinchi shartdan foydalanasizlar. Birinchi narsadan deb olasizlar. Va nima qilinadi bu yerda? Eslab qolinglar ketmaganligini. Xo'p. Oksidlanish darajalari o'zgarganlar tanlanadi. Oltin gugurt o'zgarganmi? O'zgargan-a? Oltin gugurt. Keyingisi yana SO2 ga o'tdi. Azot o'zgarganmi, o'zgarmaganmi? NO3 minus NO ga o'tgan. O'zgargan-a? Agar NO3 minus o'zi nitrat kislotasi ham azot +5 bo'lgan. NO hozir +2 ni beradi. Demak, o'zgargan. Demak, buni ham olasizlar. Keyin nima qilamiz desanglar? Ular o'zaro tenglashtirilishi kerak. Chap tomon. Mana shu qismni o'zi chap tomoni bilan o'ng tarafidagi atomlar soni tenglashtirish kerak. Va qanaqa tenglashtiriladi desa, oldidagi koeffitsient berib emas bu usulda. U elektrobalans edi. Bu usul sal boshqacharoq. Qaranglar, nima ish qilinadi. Oltin gugurt bormi chapida? O'ng tarafda nechta? Bu yerda ham bitta, bu yerda ham bittami? Teng ekan-a? Bu yerda kislorod bor ekan, nechta? Ya, bu yerda kislorod bor ekan, ikkita. Bu yerda kislorod bormi? Qanaqa qilib kislorod qo'shaman desa, mana bu yerda suv olasizlar. Suv. Qo'shib berasizlar o'zingizlar. Nechta kislorod? Bu yerdachi? 2 qo'yinglar. Ikkita kislorod bo'ldimi? Lekin ortuvchi nima paydo bo'ldi bu yerda? 4 ta vodorod. Bu yerga o'sha vodorod ionini yozaverasizlar. Nechta? 4. Eslab qolinglar. O'shanda chap tomonda 4 ta vodorod, o'ng tarafda ham 4 ta vodorod bo'ldi. Kislorod 2 ta bo'ldi, kislorod 2 ta bo'ldi. Oltin gugurt bitta, oltin gugurt bitta. Sho'tga tushuna oldinglarmi yo'qmi? Hazm qilish sal qiyinroq. Nimadan foydalanar ekanmiz? Suv va vodoroddan foydalanamiz. O'ng tarafda kislorod 2 ta bo'lganligi uchun chap tomonda ham kislorod paydo qilishim kerak. Qanaqa paydo qilaman desa, suv qo'shib berar ekanmiz. Kisloroddan tenglashtirdik. Lekin bu yerda ortuvchi vodorod paydo bo'lib qoldi. 4 ta o'ng tarafga vodorod ionini qo'shib berasizlar. Vodorod va suvdan foydalanib tenglashtiriladi. Hop, bunisini nima qilaman desa, azot bitta, azot bitta, kislorod bu yerda bitta, bu yerda nechta? Iya, qanaqa tenglashtiramiz endi? Tushundinglarmi? Nechta qo'shaman endi? Bunga hozir koeffitsient qo'ysa bo'ladi. Ikkita. Ikkita bo'ldi va bitta yana. Nechta bo'ldi kislorod? 3 ta, bu yerda ham 3 ta. Vodorod ortuvchi 4 ta bo'ldimi? Bu yerga ham vodorod yozdim. Nechta bo'ldi? Tushundinglar sho'tgacha? Xo'p, endi nima qilishimiz kerak yana? Hozir. Nima qilish kerak edi keyin? Birinchi shartdan foydalandik. Endi. Xo'p, bundan foydalandik. Endi xo'p. Buni tenglashtiradigan bo'lsak, oltin gugurt 0 dan oltin gugurt nimaga o'tdi? Buchi hozir azot hozir NO3 holatida bo'lgan o'zi ham +5 bo'lgan, ma'michi +2 o'tgan. Shunaqa edi. Xo'p. Nima ish qilinardi endi? Qanday tenglashtirib o'tdik? Nima qildim hozir? Nimadir qildim kecha. Shu koeffitsient bo'yicha hozir hisob kitob qilinish kerak edi. Qanday tenglashtirib o'tdik buni? Hop, bu bo'ldi bu tomoni. NO3 bo'ldi. 3 ta o'zgarish, bu yerda hozir demak 4 ta o'zgarish.
bu yerda 3 ta o'zgarish bor. Qaranglar. Mana. Buni qilamiz hozir. Bu reaksiya uchun chiqadi, ishonasizmi? Mana boshqalarda chiqmaydi. Shuning uchun bu usul ham o'rganib qo'yiladi, buni qilamiz hozir. Hozir. Qaranglar de. Bu yerda mana bu hozir suv iyonmi, iyon emasmi? Iyon emasa, u modda, to'g'rimi? Butun modda holatda turibdi. Buni 0 deb qo'ying. Oltin gurt hozir 0 holatdami? Buchi SO2 moddami, iyonmi? Modda. Buchi iyon, a? Nechta ekan? +4 paydo bo'ldi bu yerda. Bu yoqda qaranglar. Iyonmi? Nechta? 4 ta iyon. Bu yerda nechta? Bitta. NO3 minus-ku mana iyon bu ham. Atom emas-ku, hali modda emas-ku to'g'ri. Umumiy nechta bo'ldi bu yerda? Xo'p, bu yoq tomonda bormi iyonlar? Yo'q, bu 0, bu 0. Nechta farq bo'ldi? 5 ta farq chiqdi. Xo'p, endi nima ish qilishimiz kerak? 5 bilan 4 bo'ladigan bo'lsa, mana buni o'tirib qo'yamiz-ku, a? +4 ekan mana bu. Mana necha bo'ldi? -1 bo'ldi. Yig'indisi necha bo'ladi mana bular? +3mi, -3mi? Mana shuni o'tiramiz. Endi almashtiraylik shuni. Tepaga, buni pastga. 3 tepaga chiqsin, 4 pastga tushsin. 3 demak bularga tegishlimi hozir? Qaranglar. 3 o'zgarmas mana bu S bilan SO2 bor edi-ku dastlab. O'shani oldiga bittada qo'yib yuboringlar. Buni oldiga demak hozir 3 qo'ydim. Buni oldiga demak 3 qo'ydim. Davomi. 4 bor ekan. 4 dastlab mana bu yerda NO3 minus bor edi va NO bor edi. Hop, endi bu faqat sal ehtiyot bo'lishinglar kerak. Buni oldiga hop 4 qo'ysam, buni oldiga hop 4 qo'ysam, azotli tenglashdimi? Endi davomi. Demak, endi nima ish qilamiz desak, chap tomonda menda hozir demak, hop, vodorod mana bu yerda qo'shib berdim. Chap tomonga nechta? 4 ta. Undan tashqari mana bu yerda ham bor ekan, nechta? Bitta. Hop, 4 ta bitta. Bu yoqda. Hozir. Bitta ish qilamiz hozir mana ishni endi. Hop. Nima ekan? Mana buni o'zini hisoblab qo'ysak, menimcha o'zi tayyor chiqadi. 12 chiqadi. Mana bu yerda hozir demak 6, 4 qo'ysam 10 bo'lyapti. Nechta yetmayapti yana? 2 qo'ysanglar o'zi javob berib chiqdi. Yana ham bitta murakkabroq holat bor edi. Shu narsani tushuntirib bermoqchi edim sizga. Xo'p, qanday hisoblasa bo'lardi? Shuni olib turinglar, hozir bo'pti. Mana shunisini eslab turinglar. Men uni yana bitta ko'rsatib beraman, tushundinglarmi? Yana ham bitta qiyinroq reaksiyani o'zini olamiz, o'shanda ko'rib keturamiz. Hop. Bu hozir juda osonroq qilib qoldi. Sodda holatda chiqib qoldi-da bu. Ketdik. Keyingisiga o'tib turamiz. Savolda koeffitsient so'ralganmidi? Bo'ldi, ikkini olib qo'yaverasizlar. Mana bu qismni faqat hozircha eslab turinglar, bo'ldi. Tushundinglarmi? Qanaqa qilishni, qanaqa to'g'irlashni. Oxirgi bitta murakkabroq joyi bor, boshqacharoq reaksiyalarda, o'shani ko'rsatib beraman sizlarga. Bunda hozir unaqa joyiga ham bormayapti, oddiy chiqib qolyapti. Ketdik. 13-savol. 522 gram 10% bariy nitrat eritmasi bor ekan, qaranglar. 522 gram 10%. Foizni ochib yuboringlar. Ishlaganmisizlar bu savolni? Zo'r. Bu nima ekan shunda bariy? Yo'q. Xo'p. Bariy nitrat eritmasi elektroliz qilinganda bariy nitrat elektrolizga uchraydimi? Bariy aktiv, nitrat kislorodli kislota. Yo'q, uchramaydi. Bu yerda demak faqat nima ketadi? Suv ketadi. Suv ketganda hozir demak vodorod chiqadi va undan tashqari kislorod hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglashtirib olamiz. Va shu paytda deyapti, 4,2 mol katoddan gaz ajraladi. Mana buni nazarda tutyapti. Demak, suv ham qancha? 4,2 molni massasiga o'tamiz 18 ga ko'paytirib. Bu hozir uchib ketganmi suv? Vodorod bilan kislorod bo'lib uchib ketgan, to'g'rimi? Elektroliz orqali. Deymanda hozir xulosa qilamanki, elektrolizga uchragandan keyin 522 gram eritmani tarkibidan 75,6 gram shunda nima qildi? Gaz bo'lib uchib ketibdi. Qancha eritma qolgan keyingi jarayonda? 446,4 gram eritma qolgan. Ichida bariy nitrit qancha baribir? Baribir shuncha. Mana buni molga o'tsa yaxshi, 0,2 mol.
Demak, mana shu eritmamni tarkibida umumiy eritmam 446,4 va uning tarkibida 0,2 mol shunda bariy nitrati bor. Endi qaranglar. Xo'p, davomida nima deyapti bu? Ajraldi. Hosil bo'lgan eritmaga 100 gram muz kuporasiga suv qo'shib tayinlangan eritma solinibdi. Muz kuporasini 100 grami solinmadi. Tushunasizlarmi? 100 gram muz kuporasini ustidan suv qo'shib eritma tayinlangan o'sha solinibdi. Demak, alohida gapiraman buni. Men bu yerda gapiraman bu narsani. Menda hozir men muz kuporasi bo'lgan. Nima edi formulasi? Mana. Mana shu umumiy menda 100 gram bo'lganda o'zi. Buning ichida qancha tuz, qancha suvligini ocha olasizlarmi? Mana 160 bo'ladigan bo'lsa, mana necha bo'ladi? Umumiysi kristal gidrat nisbati 250, lekin menda umumiysi 100 ekanda, uning ichida tuz qancha? 64 gram. Demak, qolgani suv bo'lgan. Mana shu muz kuporasi mana shu. Quruq bo'ladi u. Ko'kish rang. O'shaning ustidan suv qo'shib endi tayinlanyapti, tushunasizlarmi? O'zi mashina ichida nima qaniydi bu? Undan tashqari suv qo'shib tayinlangan eritma deyapti. 100 gram muz kuporasini ustidan suv qo'shib tayinlangan eritma deyapti. Demak, buning ustidan demak qanchadir suv qo'shilgan ekan. Va bizda hosil bo'pti nima? Eritma. Qancha eritmaligini bilasizlarmi? Yo'q, qancha suv qo'shilganini bilmaymiz-ku. Lekin buning ichida qancha mis sulfat borligini bilaman. Mis sulfat qancha? Baribir u 64 gram. E'tibor 64 gacha. Endi mana shu mis kuporasini hozir ustidan suv qo'shib tayinlangan eritma buni ustidan ag'darilar ekan. Tushundinglarmi? Xo'p, endi nima deyapti? 100 gram mis kuporasiga suv qo'shib tayinlangan to'yingan eritma qo'shildi ustidan. Reaksiya natija. Demak, bu reaksiya ketibdi. Ketdik. Hozir demak, eritmam 446,4 edi o'zi mana bu yerda. Qaranglar. Unga qanchadir qo'shildi. 100 gramni qo'shib qo'ymaydi tag'in. 100 gramni ustidan suv qo'shib tayinlangan eritma solingan bu yerga. Nima bo'ladi? Mayli, shuni olsanglar ham to'g'ri. Bo'ladi. Nima kelmaydi? Bu birinchi reaksiya ketgan, qaranglar. Menda hozir men bariy nitrat bormi? Bariy NO3 dan 2 ta plus nima qo'shildi ustidan? Mis sulfatmi? Mana mana shu yerda qaranglar. Bariy sulfat cho'kmasi chiqadi. Ya'ni eritmaning tarkibidan tushib ketadi u va qoladi menda nima? Tushunasizlarmi mana shuni? Mis nitrat. Mana bu eritmani ham kamayishini beradi hali. Hali o'tgacha shoshmaylik. Bizda nima deyapti? Qaranglar. Reaksiya tengmi ekan o'zi? Ketdik. Tayinlangan eritma qo'shildi. Reaksiya natijasida misk sulfatning, qaniydi u? Mana bu yerda misk sulfatning massa ulushi foizi 4 marta kamaydi. Mana bu yerda ishlatilib kamayganda, to'g'rimi? Zo'r. Bu nimani tushunsa bo'ladi, qaranglar. Reaksiya natijasida misk sulfatning massa ulushi 4 marta kamaygan. Nimaga foizi kamayib ketdi? Qaranglar. Молодец, yaxshi. Mana bu eritma bilan mana eritma solindimi? Qaranglar. Agar mana shu ikkala eritma solinganda reaksiya ketmaganda ham foizi kamayardi buni. Chunki erigan modda agar o'zgarmasdan tursa ham eritma oshib ketyapti. 100% to'g'risida turadigan narsa, tushunasizlarmi? Bo'luvchisi oshib ketyapti degani buni. Hop, demak, foizi kamaydimi? Mana qanchadir ichida 64 gramga kelyapti, nechadir foiz edi mana shu. Endi u ustidan mana bu narsa aralashtirildi. Katta eritma paydo bo'ldi. Lekin misk sulfat baribir 64 bo'lib tursa, agar reaksiyaga kirishmasdan foizi baribir kamayadi o'shani o'zida. Demak, bitta xulosamiz bor edi esingizda bo'lsa, suv solinganda ishlangan qoida edi faqat u. Xo'p, eritmaning massasi necha marta oshadigan bo'lsa, konsentratsiya shuncha marta kamayadi derdik. Tushunasizlarmi? Konsentratsiya bu 4 marta kamayibdimi? Demak, eritma 4 marta oshgan bo'lsa, yo'q. Bu undan tashqari, qaranglar, eritma oshishi foizi kamaytiradi va undan tashqari 64 qanchadir bu yerda sarflangan-ku reaksiyada. Qanchadir sarflangan. Qanchaligini qanaqa topaman desa, qaranglar. Menda bu qolib ketdimi keyingi eritmada baribir? Konsentratsiya 4 marta kamaydi degani baribir qoldi degani. Mana faraz qilinglar, misk sulfat menda 64 edi, hammasi reaksiyada ishlatilib ketdi. 0 qoldi, umuman qolmadi. Necha marta kamayganligini ayta olasizlarmi? Yo'q. Tushunasizlarmi mana? Sizlarda 10 ta olma bor. Sizlarda agar 5 ta qolsa keyingi jarayonda, sizlar 2 marta kamaydi olmalarim deya olasizlar. Tushunasizlarmi? Yoki sizlarda 10 ta olma bor, sizlarda bitta qolgan bo'lsa keyingi jarayonda sizlar 10 marta kamayib ketdi olmalarim deyishingiz mumkin. Lekin hozir qanaqa topasiz o'shani? 10 ni 5 ga bo'lib 2 marta kamaygan topdinglar, 10 ni 1 ga bo'lib 10 marta kamayganligini topdinglar. Endi 3-chi holat. Agar sizlarda qolmasa, 10 hozir sizlarda olma qolmadi keyin. 10 ni 0 ga bo'lsa bo'ladimi? Tushunasizlarmi? Natija 0 bo'lib qoladi. Aslida 4 marta kamaydi deyaptimi? Demak, keyingi jarayonda hali misk sulfat qolib ketganligini tushunishinglar kerak.
Demak, qaranglar, bariy nitrat bilan hozir misk sulfat reaksiyasida misk sulfat ortib qolar ekan, demak bariy nitrat qolmagan. Qancha edi u? Ha, deymanda bariy nitratning barchasi sarflangan deysizlar, 0,2 mol. Demak, uning uchun qancha sarflanadi misk sulfat ham? 0,2 mol. 0,2 molning og'irligi qancha? 32 gram sarflanar ekan. Hop, davomiga o'tib qo'yaylik, cho'kma. 0,2 mol. Massasi qancha? Cho'kmami bu? Mayli, qolgani hozircha shart emas. Bitta narsani xulosa qilaylikki, bizda hozir demak, misk sulfatning foizi kamayar ekan o'zi, massa ulushi kamayar ekan, eritma oshganligini hisobdan bu bir. Undan tashqari ketsa, reaksiyaga kirishgani ham bor hali. Reaksiyaga kirishganini o'zi yo'qoldimi? Reaksiyaga kirishganini o'zi ham kamaytirib beradi foizni. Va undan tashqari eritmani oshishi ham massa ulushini kamaytirib beradi. O'zi ham kamayyapti va eritma oshganini hisobdan foizi ham kamayyapti. Umumiy necha marta ekan shu? 4 marta. Buni hozir ikki xil holat ishlasa bo'ladi. Biz hozir birinchi holatda ozgina fikrlab ishlaymiz, keyin boshqacharoq usulda ham ishlab beraman. Xo'p, ketdik, qaranglar. Deymanda hozir birinchisi 64 edi. Necha o'qibdi? 64 edi, 32 si sarflandi. Necha qolgan? Tushundinglarmi? 64 dan 32 si sarflanib, keyingi eritmada 32 yana qolgan. O'zi demak xulosa. Mana bu eritmada 64 bo'lgan, undan hozir demak 32 sarflanib, keyingi jarayonda 32 ortib qolgan. O'zi necha edi? 64 mida? Erigan moddani massasi necha barobar kamaydi? Demak, konsentratsiyasi 2 barobar kamayish kerakmidi? Konsentratsiyasi 2 barobar kamayish kerak edi foiz jihatidan. Lekin menda necha marta kamaydi dotdi? 4 marta. Demak, xulosa, moddani o'zi reaksiyaga kirishini hisobdan konsentratsiya 2 marta kamayar ekan va undan tashqari 2 marta kamayishini beradi. Eritmani massasini ortish. Tushundinglarmi? Ketdik. Xo'p. Endi nima ish qilishimiz mumkin demak? Hop, demak. Bizda undan tashqari cho'kma ham chiqqanmi bu yerda? Nima ish qilamiz? Qanday usul qilib ketsak bo'ladi mana shunda. Xo'p, reaksiya natijasida misk sulfat 4 marta kamaygan bo'lsa, oxirgi eritmadagi suv massasini aniqlang. Xo'p, men xulosa qilaman hozir demak. Xo'p, erigan modda hozir demak 2 marta kamaygan. Shuni hisobdan massa ulushi hozir 2 marta kamaygan, lekin menda umumiy holatda 4 marta kamayish bor. 4 marta kamayishdan 2 marta kamayish buni hisobidan, erigan modda qolgan 2 marta kamayish esa eritmani oshish hisobidan. Xo'p, endi nima ish qilishimiz mumkin? Eritma menda hozir 446.4 mida mana bunisi. Xo'p, undan cho'kma chiqib ketibdi qancha? Xo'p. Necha qoldi? Hisoblab o'raylik. 399 butun. Menda hozir demak, mana shu eritmani ustidan bu solingan edi, eritmani ortishini berarmidi? 446.4 beryapti desanglar xato. Chunki bizda mana bu cho'kma ham bor-da. Cho'kmani olib tashlab keyin hisob kitob qilingan bu foizni. Tushunasizmi? Cho'kma tushib ketgan baribir. Demak, o'shaning uchun 446.4 dan cho'kmani olib tashladim, shuncha qo'shilgan deb faraz qilsanglar bo'ladi. Cho'kmasiz hisobladim men. Tushundinglar xuddi. Mashincha rostdan ham ortish bergan. Endi qaranglar, menda bu necha marta ortish berdi shunda? Eritmani erigan moddani massa ulushi necha marta kamayishini berdi bu? 2 marta. Eritmaning oshishi 2 marta kamayish berdi foizda. Erigan moddani o'zi endi 2 martadan berdi. Bo'ldi, va alohida. Menda hozir demak, bu yerga solingan, o'shanda massa ulushi 2 marta kamayibdimi? Mana bu eritma ham shuncha bo'lgan demak. Qiyin bo'lib qoldi. Mana bu eritma ham shuncha bo'lgan. Uni ustidan yana shuncha eritma qo'shilgan, o'shaning uchun massa ulushi 2 marta kamayib qolgan. Mana. Mana bu eritma ham xuddi shuncha bo'lgan o'zi, 399.8 bo'lgan. Solinishidan oldin. O'shanda ustidan yana 399.8 qo'shilgan, o'shanda massa ulush, eritmani massasi 2 marta oshganligi uchun massa ulushi 2 marta kamayib qolgan. Tushundinglarmi? Xo'p, demak xulosa. Keyingi eritma mana qancha? 399.8 2 ko'paytirib aytsanglar ham bo'ladi yoki qo'shaylik kelasini. 799.6 gram. Keyingi eritmam shuncha. Va uni tarkibida hozir demak hozir misk nitrat qancha edi? 0,2 molmi? 0,2 molning og'irligi qancha? 37.6 gram. Ayrili 37.6 grammi? Undan tashqari qolib ketgan misk sulfat ham bormidi? 32 gram. Yana olib tashlaylik 32 gram. Bo'ldi. Qolgan narsa nima? Suv. Qolib ketgan suv 730 gram bo'lgan ekan.
Nazariy ekan qaranglar. Kaliy sulfid bilan kaliy sulfat eritmalarini nima bilan farqlab bo'lmaydi? Natr xlorid bilan-da. Nazariy-ku bu. Reaksiyaviy holatini ko'rasizlar. Qaysi birdir reaksiyaga kirishadi, bittasi kirishmay qoladigani bor. Qaysidir bilan reaksiyaga kirishganda cho'kma chiqadigan holati bor. Natr xlorid bilan shu holat kuzatilmaydi. Javoblar 15. Kislotali xossaga ega bo'lmagan oksid formasi. Oksidlarning toifalanishi seriyadan befarq oksidlarga 4 ta kirardi. Qaysilar? Azot 1 oksid, azot 2 oksid, is gazi va kremniy 2 oksid deyiladi. Kremniy 2 oksid beqaror, deyarli mavjud emas, lekin bordi faraz ko'ringlar. Tushunarli? Oraliq qismda. Demak, azot 1 oksid demak, befarqmi? Kislotali emasmi? Demak, javoblar adi. NO2 bu kislotali, azot 3 oksid, 5 oksidlar ham xuddi shunaqa kislotali muhit beradi. Ketdik keyingisi. 16-savol. Eritmada magniy +2, alyuminiy +3 va bariy +2 ionlar mavjud ekan. Unda bariy ionini qaysi ion bilan aniqlash mumkin? Sulfat bilan. Bariy sulfat cho'kma-ku. Sulfat beradigan bo'lsa, magniy sulfat eriydi, alyuminiy sulfat eriydi. U cho'kmamas kelasi ham, lekin bariy sulfat cho'kma bo'lib qoladi. Ketdik. Javoblar. 17-savol. Ikkita idishda bir xil konsentratsiyali kumush nitrat eritmalari bor. Birinchi eritmada aynan shu savollar plastinkamida nima edi? Ko'rdik o'shanda. Xo'p, ketdik. 17-savol, qaranglar. Ikkita idishda bir xil konsentratsiyali kumush nitrat eritmalari mavjud ekan. Mana. Eritmalari kelasa ham. Xo'p, birinchi eritmaga ekvivalentli A metaldan yasalgan plastinka tushirildi. Demak, birinchi hozir mana bu plastinka ekan, A metaldan yasalgan va u shunda solindi. Shunda nima deyapti qaranglar. Plastinkaning massasi 24 grammga oshdi. Rostdan ham-da o'zi kumush juda ham og'ir bo'lardi-ku, esingizdan. Qaysi metal bilan kelsa ham agar kumush hozir almashinish holati keladigan bo'lsa, bo'ldi, kumush ortadi. Kumush ortish beradi to'g'ri. Uni og'irligi hozir yozilishi bo'yicha qaranglar. Ekvivalentlimikan A yozamiz bo'pti reaksiyasini. A plus kumush nitrat hosil bo'ladi menda hozir shunda. Kumush plus ANO3, to'g'rimi? NO3 dan ikkita ekvivalentli bo'lganligi uchun buni oldiga 2 qo'ysam, kumush oldiga 2 qo'yaman. Demak, A ni oldida 1 turibdi, kumush oldida 2, to'g'rimi? Mana buni massasi necha bo'ladi reaksiya nisbati bo'yicha? 216. Mana buniki qanchaligini bilmayman, A ni o'zini deb qo'yaman. Hop, plastinkaning massasi qanchaga oshdi deyapti? 24 grammga. Hop, plastinkaning massasi ortishi uchun demak kumush og'irligi og'irroq ekan, deyapsizlar mana. Nechadir berdi, lekin undan og'ir narsani oldi plastinka. O'shaning uchun plastinka ortibdi 24 grammga. Demak, xulosa, kumush og'irroqmi, A metal og'irroqmi? Kumush og'irroq. Demak, hozir oradagi 24 gram ortish qanaqa topsam bo'ladi? A dan 216 ni ayiramanmi? 216 dan A nima? Ko'pidan kamini ayirasizlar, tushundinglarmi? Demak, buni hozir oradagi farqini topayotganda 216 minus A deyilgan. Tushunarlimi? Mana shu teng 24 ga desanglar xato. Chunki u 24 aniq tushuncha, mana bu esa reaksiya nisbati. Agar 216 gram kumush bo'lsa-da, agar A dan A gram bo'lsa-da, tushunasizlarmi? Qanchaligini bilmayman-ku, reaksiya nisbati. O'shaning uchun buni hop proporsional, ya'ni nisbatli tenglamada taxlaveramiz hozir. Davomi. Hop, kumush nitrat ikkinchisiga yana bitta plastinka solayotgan ekan, B metaldan yasalgan ekan u. Ekvivalentli ekan u ham va plastinka shunda 19 grammga oshibdi. Xuddi shu narsa yana bo'pti. B ga endi kumush nitrat solindi. Va menda hosil bo'lyapti shunda B, mayli, alohida yozaylik buni. Kumush plus B NO3 dan 2 ta. Reaksiyani tenglashtirsam bu yerga 2 2, bu yerda 1. B ni massasini, nisbiy atom massasini B dedim. Buniki esa 216 dedim. Plastinka yana ortibdimi? Necha grammga ortibdi endi? 19 ga. Yana xuddi shunaqa ko'pidan kamini ayirishlik kerak. 216 dan B ni ayirsanglar to'g'ri hisoblanadi. Endi mana shu ikkalasini olishim kerak hozir. Nimani so'rayapti? Agar metallarning molyar massasini ayirmasi, ya'ni A bilan B ni oradagi farqi 40 ekan. Molyar massasini farqi. Qaysi biridir og'irroq o'tirim? Ko'prog'idan kamrog'i ayrilganda, o'shanda 40 chiqqan. Chunki kamroq og'irligidan ko'pini ayiradigan bo'lsa, minusga chiqib ketadi. Misol uchun 10 son bor, 15 soni bor. 15 dan 10 ni ayirsanglar 5 chiqadi. Lekin 10 dan 15 ayirsanglar minus 5 bo'lib qoladi. Sizlarda molyar massaning farqi 40 mi? Demak, xulosa qilishimiz kerak, ko'pidan kamrog'ini ayrilgan 40 chiqqan. U qaysi biri ko'p ekan? A mi, B mi desa, mana buni farqidan ham topolsangiz bo'ladi. 216 dan nechadir ayirar ekanman-da, menda o'shanda necha chiqdi ortish? Bu yerda necha gram chiqdi farq? Qaysi biri og'irroq? A mi, B mi? B, tushundinglarmi? 216 dan nechadir ayirsam 24 farq ekan. Katta farq. Lekin 216 dan B ni ayirsam 19 farq. Ammo meniki kattaroq-da soni o'shanda. 216 ga yaqinroq son. O'shaning uchun farq kamroq chiqdi.
216 dan uzoqroq olsam, o'shaning uchun farqi ko'proq chiqdi. Demak, B ni og'irligi kattaroq ekan. Ketdik. Men demak, B dan ayirsam A ni necha chiqish kerak ekan? 40 chiqish kerak ekan. Metallarning massa farqi. Tushundinglarmi shu yergacha? Endi nima ish qilamiz qaranglar. Men mana buni proporsiyali tenglikka taxlayman. 216, yana bitta boshqa usul o'rganasizlar, hozir qarab turinglar. 216 minus A, chiziqcha necha bo'ladi shunda? 24 mi? Xo'p, mana necha bo'ladi? 19. Xo'p, bu esa 216 minus B. B ni o'rniga mana hozir A ni qo'yarsam bo'ladi, nechadir qilib o'zgartirib qaranglar. B ni o'rniga boshqa harf qo'ymoqchi bo'lsanglar, B ni o'zi qolishi kerak edi. B teng. Mana minus mana bu yerda hozir plus bo'lib o'tadi. 40 plus A bo'lib qoladi. Demak, B ni o'rniga mana shu narsani qo'ysam bo'lar ekanda. Chunki B ga shu narsa teng ekan baribir. B ni o'rniga qo'yaman qaranglar. B ni o'chirdim. Qavsda yozaman faqat. 40 plus A. Qavsni bittada ochavering. Qaranglar. Qavs hozir plus 40 edi, men ochganimda minus 40 bo'ldi. Demak, ichkaridagi ishoralar ham hammasi teskarisiga o'tib ketib qoladi deb olasizlar. Tushundinglarmi? 216 dan 40 ga ayringlar. Tez. Necha? Bo'ldi, minus A qoldi. Bo'ldi, buni qisqartirib yozdim. Demak, bu 176 minus A ga tengdir. Endi buni ishlanish, hop, proporsiyani bu holatda yozsanglar ham to'g'ri edi. Bundoq qilib kasr chizib, bir-biriga teng deb ishlasanglar ham to'g'ri edi. Ikkalasi ham baribir proporsiya. Tushunarlimi? Ketdik. Endi nima ish qilaman qaranglar. Mana shuni hozir proporsiya qilib ishlashimiz mumkin. 24 ni bunga ko'paytirib, 24 ni bunga ko'paytirib, 19 ni bu sonlarga ko'paytirib. Katta songa ketadi. Lekin mana shu narsani qisqartirsangiz bo'ladi mana shu holatda. Bundoq qarasanglar, mana shu qismi o'zi bo'yicha nisbatdan foydalanmayman, lekin oldin aytib qo'ying. Hozircha mana shu boshlang'ich qismdan nisbatdan foydalanmayman. Bir-biriga o'xshar ekanmi, qaranglar. Minus A. Yozlam. Minus A, bir xil-ku. Mana shuni shundan qisqartirib olsam, nol bo'lib ketadi, baribir yo'q ketadi. Bir xil-ku baribir. Bu qism necha farqi beryapti? 216 dan 176 ni ayringlar. Necha farq? Mana shu ikkala soni 216 minus A dan 176 minus A ni ayiribman. 40 farq. Bu ikkinchi usulda ishlash. Buni qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Lekin farqi bir xil bo'lib qolsa, mana bunaqa holatlari, harfiy ifodasi bir xil kelib qoladigan bo'lsa, mana shunaqa ishlasanglar ham bo'ladi. Bir-biridan ayirsam 40 farq. Mana bu son necha farq? Manba endi nisbat hisoblanadi. 40 ga 5 deb, endi nima qilasizlar desa, buni bunga ko'paytirib, buni bunga ko'paytirib ishlasanglar bo'ladi. Tushundinglarmi? Xo'p, nima ish qilasizlar endi? 40 ga 24 ga ko'paytirdik. Teng. 5 ni 216 ga ko'paytiringlar. Minus 5 ni A ga ko'paytiringlar. Minus 5 A. Bu hop bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, minus 5 A teng minus 120. Minuslar plus bo'lib ketdi. A nechaga teng? Ana A ni topib oldinglar. Nisbiyatning massasi A ni nima ekan shunda? 24 gram taqsim olgan nima degani u? Qaysi element, qaysi metal? Magniy degani. Tushundinglarmi? Hop, mana bu nisbatini yana ham qisqartirish mumkin. 40 ga 5 degani hozir 8 ga 1 degani. Tushundinglarmi? Xullas, topdinglarmi buni? Endi B ni topib olishimiz kerak. Mana bu yoni o'zidan topib qo'ysangiz bo'ladi. B nimaga teng? 40 ga 24 qo'shishim kerak ekan. 64 gram taqsim mol ekan. Demak nima ekan u? Mis ekan deb olib qo'ysanglar bo'ladi. Nimani so'radi o'zi? Molar massasini yig'indisi qancha bo'ladi shunda? 88 deb olib qo'yasizlar javob beradi. Keyingi savol. 18. Kislorod haqidagi to'g'ri ma'lumotlarni aniqlang. Donor bo'lganda 3 valentli, to'ppa-to'g'ri. Is gazi bor edi, esingizda bo'lsa. Is gazida 3 valentli bo'lib qolardi. Ikkita qo'li bor va undan tashqari bitta donor aksiyattor holati kelib qolardi. 3 valentli bo'ladi to'g'ri kislorod. Donor bo'lgan holatda keyingisi. Suyuq holatda rangsiz bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Kislorod suyuq holatda rangsiz, eslab qolinglar. Oksidlanish darajasi har doim manfiy. Ho'y, hech qanaqa emas. Plusga o'tardi. Ftor bilan birikmasa, misol uchun plusga o'tadi. Ketdik. Demak, 3 o'chirasizlar. 1 2 4 keldimi? To'g'ri. Azonga qaraganda kuchli oksidlovchi. Yo'q. Emas. Bu reaksiyasini yodlashinglar kerak. Reaksiyalar kelib qoladi, reaksiyalar. Xo'p. Xolos oksidlanish azonniki kuchliroq. Kislorodga nisbatan. Keyingisiga o'tsak bo'ladimi? Javob berish shunda nima bo'lyapti? B. Keyingisi. 19. O'rtacha molar massasi 30 gram taqsim molga teng bo'lgan is gaz va kislorod aralashmasi to'liq reaksiyaga kirishganda o'rtacha molar massasi nechaga teng bo'lib qoladi? Xo'p, demak. Xo'p. Is gazi bilan kislorod bor ekan. Molar massasi buni 28, buni molar massasi 32. Diagonalga bittada qo'yib yuboringlar. 30. Farq qanchaga? 2 ga 2 nima degani bu? 1 ga 1 degani. 1 ga 1 bu nimaning nisbati? Mol nisbati. Chunki molar massalardan 10 tarafdan mol nisbati kelib chiqardi. Gram taqsim mol bo'lgani uchun birlik. Ketdik.
Mol nisbati 1 ga 1, ya'ni teng mol nisbati bo'lgan ekan ular. Is gazi plus kislorod o'zaro reaksiyaga kirishibdi. Karbon tangdir chiqaryapti, reaksiyani tenglashtiryapmiz. Reaksiya qaysi biri bo'yicha ketadi? Kislorod mana buni 1 ni qo'ysam, buning uchun 2 kerak bo'ladi. 2 bormi? Yo'q. Demak, hozir teskari, hozir ya'ni bundan ketamiz proporsiya. Mana bu necha bo'ladi o'shanda? Buchi? Demak, menda hosil bo'libdi karbonat angidrid 1 mol. Hop, qolib ketgan kislorodim bor. Kislorod o'zi 1 mol edi, 1 edi. O'shanda 0.5 ketdi. Qancha qoldi? 0.5 qoldi. Menda hozir buni nimasi kerak? O'rtachmalar massasimi? Buni hozir demak 44 deyman, 1 molni. Buniki qancha bo'ladi? Umumiysi necha? 60 gram. Necha mol aralashma? O'rtachmalar massa demak 40 gram taqsim molga teng bo'lar ekan deb qo'yasizlar. Javob shunda. Keyingisi 20. Hop, tribrom propanni nechta izomeri bor? Yozamiz, qaranglar. Tribrom propan, 3 ta brom bo'lish kerak ekan propanni. Bo'ldi mana. 1, 2, 3 deyman-da. 1. Nechta chiqargansizlar o'zi? Javobini aytib qo'yamiz deydi. Ketdik. Mana shu birinchi holati. Bo'ladimi? 3 ta vodorod o'rniga 3 ta brom keldi. Yana bitta olaman. 1, 2, 3. Hop, endi ikkitasini qoldiraman bu yerda. Bittasini bunga o'tkazaman. O'shanda 1 dibrom, 1 2 dibrom bo'ldi bu endi. Hop, tribrom bo'ldi, uzr. Mana 1 2 3 keyingisi. Yana ikkitasi mana shu yerda qolversin. Endi 3-inchisiga o'layman bromni. 1 3 holati namoyon bo'ldi. Endi keyingisi. Endi 2 2 ga o'tkazaman. 1 2 3 deyman-da. Ikkita brom 2 da turadi endi. Mana. O'shanda 1 2 2 hosil bo'ldi. Endi yana bitta holat kerak. 1 2 3 deyman-da, alohida bromlarni qo'yib chiqaman. O'shanda 1 2 3 tribrom holati namoyon bo'ladi. Tushunarlimi? Umumiy holatda necha xil bor ekan demak uni? 5 xil bor deb qo'yasizlar. Keyingi savol. Marker tugab qoldimi? Xo'p, 21. 1 brom 3 dimetil butanga mol miqdorida kaliy gidroksini spirtli eritmasi bilan qizdirilgan paytda spirtli eritmadan hech qachon spirt chiqmas edi, suv chiqib qolardi u paytda. Ketdik. Yozib olaylik, qaranglar, butan ekan. 1 brom 3 dimetilmi? Mana. Xo'p, shunga ta'sir etibdi kaliy gidroksidini spirtiga eritmasi. Spirtiga eritmasidan hozir suv chiqish kerak. Kaliy ham hozir bromni o'zi bilan olib chiqib ketib qoladi. Mana bu yoqqa o'zi OH kelish kerak edi, lekin OH kelmaydi, chunki spirtiga eritma. Mana bu yoqdagi vodorod bilan hozir OH birlashib suv chiqaradi. Mana bu yoqda hozir bitta vodorod chiqib ketdi, mana bu yoqda bitta bo'sh qoldi. Mana shu yerda hozir qo'shboq tushib qoladi keyin. Kaliy bromid 1 2 3 4. Shunaqamidi? Mana. Shu modda hosil bo'ladi. Nima ekan bu modda? A moddasi shu ekan. Endi shu moddani olgin deydi-da. Mol miqdordagi bromli suvdan o'tkazgan deydi. Bromli suv ranglanarmidi? Ketdik. Qo'shboq uziladi mana shu yerda. Menda hosil bo'ladi o'shanda. Mana shu holatda hosil bo'ldi. Buni modda ekan shunda B moddasi ekan. Hop. Mol miqdordagi bromli suvdan o'tkazilganda B modda hosil bo'ldi. B modda endi deyapti. Mol miqdordagi kaliy gidroksin spirtiga, yana kaliy gidroksin spirtiga eritmasi bilan zerikkan ekanman. Spirt ko'payib ketganmi deyman, hadicha. Hop, ketdik. 1 2 3 4. Mana shu holatda yana kaliy gidroksidini spirtiga eritmasi. Spirtiga eritmasidan hozir suv chiqarib olishimiz kerak. Nima bo'ladi bu yerda? 2 molekula olasizlar, chunki ikkita brom bor. Ikkita hozir kaliy, ikkita bromni o'zi bilan olib ketadi. Ikkita OH o'z mamyoga kelish kerak edi. Agar bu suvli eritma bo'lganda. Lekin hozir mamyoda ikkita bo'ldimi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi endi qaranglar. Ikkala OH hozir birlashmaydi, yana undan tashqari bu yerda ikkita vodorod topib ketadi o'zi bilan. O'shanda menda hozir 2 molekula kaliy bromid chiqadi, bularning hisobidan. Undan tashqari mamyoda ikkita OH hozir mamyoga keladi, lekin o'zi bu yerda joylasha olmaydi, ikkita vodorod topib chiqib ketadi. Menda hozir ikkita suv chiqaradi o'shanda. Va mana bu yoqda hozir ikkita vodorod ketganining hisobidan ikkita qo'l ochiladi yana. Mana bu yoqda o'zi ikkita qo'l bo'shaydi yana. Ular yana birlashib alkin chiqib qoladi. Mana. Mana shu narsa hosil bo'ladi. Xo'p, nima dedi endi? Nima modda hosil bo'ladi? Xo'p. Raqamlash nimadan boshlanish kerak? 3 boq tomondan. 1 2 3 4.
uch dimetil butin 1. Javob shunda D. Olib qo'yasizlar. Keyingisi. 22. Molekulasida sp3s qoplanishli soni 8 ta bo'lgan benzol gomologida sp2s qoplanishli soni nechta bo'ladi? sp3s qoplanishli soni 8 ta bo'lgan bo'lishi kerak ekan. 22-savolim bu. Lar 8 ta. Bo'lsa, nima deyapti o'sha paytda sp2slar soni nechta bo'ladi dedi. Benzol gomologi dedimi? O'zi o'tgan mavzuyimiz benzol edi, to'g'rimi? Ya'ni arellarni o'tdik. Benzolda, ya'ni arellarning hammasida asosiy qism yadrosi benzol bo'lar ekan. Benzolga keyin qanaqadir, hop, metil, etil yoki qanaqadir radikallarni qo'shish orqali ularning gomologlari olinar ekan. Gomolog degani o'sha benzol sinfiga mansub bo'lgan qanaqadir radikal qo'shib, xullas uglerodni ko'paytirgan holati. Demak, men benzolni olaman, qaranglar. Har bittasi bittadan vodorod bo'lishi kerak edi. Endi qaranglar-da. Mana shundan gomologini olishim kerak benzolni. Men gomologini olayotgan paytda nima qilaman o'rniga radikal qo'shim kerak. Vodorodni olib tashlab, o'rniga radikal keladi gomologlarda. Hop, mana bu yerga hozir bitta olib tashlab, o'rniga metil qo'ysam SH3. Mana bu hozir, mana bu qaranglar. Ichkaridagi benzol halqasida sp3 qoplanish bormi? Yo'q. sp3 gibridlanish degani uglerod hech qanaqa holatda pi bog' hosil qilmasligi kerak. Agar uglerodda pi bog'lari bo'lmasa, faqat sigma bog' orqali bog'langan bo'lsa, u sp3 beradi. Bitta pi bog' paydo bo'lsa sp2 qoladi. Ikkita pi bog' bo'ladigan bo'lsa, unda sp bo'lib qoladi deyiladi. Mana bunda hozir demak omillar nima bo'ladi? sp2 holat bo'lib qoladimi? Nima ish qilamizsa, o'shancha radikal qo'shib boshladik. Gomologini olamiz. Mana bucha. Bu sp3 bo'ladi, chunki buni tarkibida hech qanaqa qo'shib yo'q. 3 bog' ham yo'q. Shuni hisobida mana qaranglar, sp3 mi? Val 3 ta vodorod bor ekan-a? Mana qaranglar. 1, 2, 3 qilaylik. 1, 2, 3. Vodorod gibridlanarmidi? Yo'q, S holatda qolardi. Ketdik. Deymanda hozir mana bu sp3 S sam to'g'rimi pastki bilan? Yo'q, bu uglerod boshqacha-ku, to'g'rimi? sp2 gibridlanib qolgan. sp3 sp2 desam bo'ladi buni. Lekin sp3 S bog'lanish deyapti. sp3 S, sp3 S, sp3 S. Nechta ekan hozir? 3 ta. Lekin men nechta qilishim kerak uni? 8 ta qilishim kerak. Xo'p, demak men buni o'rnida metil emas, etil ulab qo'yaman. Bo'lami shunaqa qilsam, ketdik. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta bo'ldi sp3 S'lar. Yo'q, to'g'ri kelmadi. 8 taga borishimiz kerak, yana qo'shamiz. Hop. 1, 2, 3. Nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta bo'ldi-ku. 8 ta bo'lmadi. Yana bitta qo'shsam o'zi oshib ketadi-ku. Alohida qilib ko'ramiz. Ketdik. Uni o'chirdik. Mana shu yerda qolsin-da. Mana buni o'rniga ham yana bitta uglerod olaylik, qani? Mana bu yerda nechta bo'ldi? 3 tami? 1, 2, 3. Hozir oshib ketib qoldi bitta holatda yoki yetmay qoldi. Qarang. Mana bunda hozir endi 6 ta bo'ldi. Mana bu yerga yana bitta metil bo'lsa 9 ta qoladi. Yana ortib ketyaptimi? Mana qilsaydi bo'ladi. Mana bunga etil qilinglar-da. 1, 2, 3. O'shanda necha bo'ladi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bo'ladi. Tushundinglarmi? Mana shunday holat ulab qo'ydik. Xo'p, o'shanda sp3 S'lar shunda 8 ta. Mana shu moddani nazarda tutib kerak ekan ular. Endi shuning ichida sp2 S'larni so'rayapti. sp2 S bog'lanishlar. Mana bular hammasi sp3 mi? Mana bu hozir demak sp2. Shunaqami? Lekin bu S yo'q. S'siz. Ketdik. Qaranglar. Bucha sp2 mi? Bitta pi bog' tutdi mana. sp2s. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. Javob shunda sp2 S'lar 4 ta deb olib qo'yishinglar kerak bo'lar ekan. 23-savol. Qaysi spirt yonganda 0,4 mol karbonat angidrid va 0,6 mol suv hosil bo'ladi dedi. Bittada molda aytvardim. 8.96 litr 10.8 gram suv deganini molda aytvardim. Ketdik. 23-savol ekan. Spirt hop umumiy formulasi qanaqa bo'lardi? SN H2N plus 1 OH holatda ifodalasi bo'ladi. Yoki men vodorodni mundoq qilib bu yerga o'tkazib, to'liqroq yana ham yozsa bo'ladi. SN H2N plus 2 O holatda ifodalab qo'ysanglar ham bo'ladi, o'zingizga qulay qilish maqsadida. Bu faqat qulay qilish maqsadida. Asosan bu holatda o'zi yoziladi. Ketdik. Buni hozir yoqdik. Yonyapti. Bizda chiqargan shunda karbonat angidrid plus suv. Endi qaranglar-da. Uglerodni menda hozir bu yerda N tami? Xo'p, vodorod hozir necha bo'larga suv oldida necha turish kerak? 2N plus 2 nima 2 ga bo'lib yozdim. N plus 1. Mana mashina aytayapti. Bu 0.4 mol ekan. Buni
0,6 mol ekan. Bitta molga o'tib tushungan bo'lsanglar. Nima ish qilamiz endi? Nisbatli tenglamani qilaverasizlar. 0,4 ga 0,6. Bu degani 4 ga 6 yoki 2 ga 3 nisbat. Mana shuni taxladim. Bu n, bu esa n plus 1. Karbon tangdirish tushunchasi edi bu, n ni qo'ydim. Suv tushunchasi edi, suvnikini qo'ydim. Koeffitsiyentini. Ketdik. Ishlaymiz. 2 plus 2. Necha bo'ldi bu? N teng, mana yozib. N teng 2 ekan. Tushundinglarmi? Demak, ikkitalik bo'lgan ekan, deb qo'yasizlar. 24-savol. Aldegid molekulasida bog' hosil qilishda qatnashgan gibrid orbitallar soni, bog' hosil qilishda qatnashgan, lekin gibridlanmagan orbitallar sonidan 8 ga ko'p bo'ladigan bo'lsa, aldegid brutto formulasini aniqlang. Aldegidlarning umumiy formulasi o'zi nima edi? Sn H2n O. Aldegidlarda esingizda bo'lsa, bitta uglerodga ikkita qo'l bilan kislorod birikkan bo'lardi. Esildimi? O'sha yerda gibridlanmagan holat bo'ladi. Pi bog' chunki gibridlanmas edi. Bittasini mana misol qilib yozaman, qaranglar. 1, 2, 3 misol uchun. Mana bunda undan tashqari bitta vodorod bor. Mana bunda nechta vodorod? 1, 2. Xulosa, qaranglar. Uni shart emas, hozir qarayman, aytayapti. Qanaqa gibridlanishi muhim emas, aytayotgan narsasi. Aldegid molekulasida bog' hosil qilishda qatnashgan gibrid orbital, ya'ni gibridlangan orbitallar va bog' hosil qilishda qatnashgan, lekin gibridlanmagan orbitallar. Gibridlanmagan qatsa vodorod bu bir. Vodorod gibridlanmaydi mana bitta. Orbital degani to'rtburchak degani edi. Bog' hosil qilishda qatnashgandan keyin har bittasi shu bittasi bitta to'rtburchakka joylashaveradi. Ketdik. Mana bu yerda ikkinchisi. Bu yerda necha? 3. Vodorod soniga teng ekanda. Bo'ldi. Tushundinglarmi? Mana. Bo'ldimi? Vodorod nechta bo'lsa, hammasi baribir gibridlanmagan holatda berar ekan. Ketdik. Nechta ekan u? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Vodorod 6 ta. Demak, xulosa qilaman. Vodorodim 2 entani noma'lumda. Men uni qabul qilib turdim-ku o'zimcha. Bu narsani o'chiraman, men faqat tushunish uchun yozdim. Vodorod qancha ekan demak gibridlanmagani? Demak, menga gibridlanmagan desa vodorod hammasini olaman 2 entani. Va davomi gibridlanmagan bo'ldi, tugadimi desa, yo'q. Men buni hozir ikkala qo'ldan bittasi gibridlanmas edi pi bog'i. Esirdami? Uglerod tomoni ham, kislorod tomoni ham. Mana shu ehtiyot bo'lasizlar. Va qaysi aldegid bo'lsa ham unaqa joy bitta bo'ladi. Qaysinisi bo'lsa ham, chunki bitta kislorod bog'lanadi. Tushundinglar? Demak, men buni hozir 2 ni qo'shib qo'ysam bo'lar ekan. Demak, 2n plus 2. Bu nima? Gibridlanmagan orbitallar soni shuncha. Har qanaqasida. Tushundinglar? Chunki hammasi kislorod baribir bitta kelaveradi. Hop, gibridlangan desa, gibridlangan uglerod 4 talik qo'li gibridlanaveradi. Ketdik. Mana hozir gibridlanadi, bu ham gibridlanadi. Nechta bo'ldi? 4 ta. Mana bunda ham nechta bo'ladi? 4 ta. Bundachi 3 ta bo'lib qoladi. 1, 2, 3 tasi gibridlanadi, bittasi gibridlanmay qoladi. Demak, xulosa, bitta dona qaysidir kislorod bog'langani gibridlanmas ekanda. Undan tashqari hammasi gibridlanadimi? Demak, n tasi gibridlanar ekan. Qanaqa gibridlanadi hammasi? 4 tali qo'li bilan. Bitta uglerod 4 ta qo'l chiqarib 4 tali orbitali gibridlanadi. Menda hozir demak n tami umumiy n tadan nechtasi gibridlanar desa n minus bittasi. Ya'ni ma'nisi hozir bittasi gibridlanmay qoladi 4 tali qo'l bilan. 3 ta qo'l bilan gibridlanadi. Bunga qaramayman o'shaning uchun. 4 tali qo'l bilan gibridlanadiganlar qancha desa n minus bitta deyman. N dan bitta kamroq. Bittasi chunki kislorodga bog'lanadi, u bitta kamrog'iga gibridlanib qoladi. O'shanda qanchasi gibridlanadi desa orbital jihatdan 4n minus 4 tasi gibridlanadi. Hop, mana bitta dona qolib ketganicha desa, u bittasi 3 tani chiqaradi gibridlanganda. Chunki mana bittasi 1, 2, 3 tasi gibridlanib qoladi deyiladi. Tushundinglarmi? Hop, demak, bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, gibridlanganlar soni qancha desa 4n minus 4 ga 3 qo'shdim. Minus 1. Gibridlanmaganlari shuncha, gibridlanganlar esa minus bitta. Mana aytaveraymi minus bitta. Tushundinglarmi? Va mana shu gibridlangan va gibridlanmaganlarning farqi qancha ekan? 8 taga ekan. Qaysi biri ko'proq dedi? Gibridlangani. Ketdik. 4n minus 1 dan demak ayiraman. 2n plus 2 ni teng bo'lish kerak menda 8 ga. 4n minus 1 minus 2n minus 2 teng bo'lar ekan 8 ga. Xo'p, 4n dan 2n ni ayirsam 2n qoladi. Minus 1 minus 2 umumiy. Yo'q. Xo'p, to'g'ri. Minus 1 minus 2 umumiy minus 3 bo'lar ekan to'ppa-to'g'ri 8. Bu yerga o'tadigan bo'lsa, plus bo'ladimi? 2n teng. Yo'q, qayerdadir biz xato qilib qo'ydik, menimcha. Xato qilib yubordik. Nimada? Ha? Mana bunisini hisoblamaymiz-ku. Kisloroddan bittasi gibridlanadi-ku.
Tushunyapsizmi? Kislorod undan tashqari gibridlangan, mana bitta deb qo'shib berar ekanman. Demak, hozir toren n o'zi bo'lib qolar ekan o'shanda. Mana ham hozir 4 bo'ladi chunki yig'indisi. Demak, toren minus 4 ga qo'shdim 4 ra. Demak, toren n o'zi bo'lib qoladi. Tushundinglarmi? Xo'p, mana bu tenglamani boshqa yoqdan yozar ekanmiz. Mana shu adashib ketib qolibdi. Demak, xo'p, bizda gibridlanganlar soni torenni o'zi ekan. Undan ayirar ekanman deyman. Hozir 2n plus 2 gibridlanmaganlarini va menda chiqish kerak 8. Toren minus 2n minus 2 teng bo'lar ekan 8 ga. Mana hozir bu yerga o'tadigan bo'lsa plus bo'ladi, 10 bo'lib qoladi. Ketdik. Bu hozir demak 2n. n teng shunda 5 ekan. Demak, menda hozir bu S5 H10 O bo'lgan ekan deb olib qo'yishlik kerak. Bo'lmi? Mana qarang. Umumiy uglerod qancha bo'lsa ham bittasiga kislorod yopishadi. O'sha kislorodni 4 talasi o'sha kislorod bog'langan uglerodni 4 talasi gibridlanadimi? Ikkita qo'ldan pi bog' bo'ladigan bo'lsa mana qarang. Bashaqamidi? Mana bu pi bog' gibridlanadimi yo'qmi? Yo'q, gibridlanmasdan qolib ketadi bu. Tushunasizmi? Deymanda hozir qolganlarini qarang. Orbital nechtasi gibridlanadi? 1, 2, 3, 4. Bu ham 4 tani gibridlanadi. Uglerodlarning barchasi 4 ta qo'l chiqarib 4 talasi gibridlanadi. Bittasidan 4 ta orbital chiqadi gibridlangan. Lekin mana mashinga kelganda bitta donasidan nima qoladi? 3 tasi gibridlanib qolgan bo'ladi. Bittasi gibridlanmay qoladi pi bog' bo'lgani uchun. Qolgan 3 tasi gibridlanadi. Tushunarli? O'shaning uchun men 3 taligini olmay turdim. Bittasi demak bittasi 4 ta gibridlanish chiqarmas ekan, mana. Bitta ugleroddan 4 ta gibridlangan orbital chiqish kerak, lekin mamunda unaqa emas ekan, bittasida. O'shaning uchun buni qaramadim. N ta bo'lsa, demak n minus bittasida 4 ta chiqadi. Bittasidan. O'shaning uchun 4n minus 4 ta orbital gibridlanadi. Mana mamunda-chi aytsam, endi u bitta uglerodidan 3 tasi gibridlangan hisoblanar ekan dedim. Tushundingizmi? Hop, mana plus 1 nima unda desa, kisloroddan kelgani. Kislorod ham bitta qo'li gibridlanadi-ku baribir. Tushundingizmi? Bog' hosil qilishda qatnashgan deyildi. O'shaning uchun bog' hosil qilishda qatnashgan. 3 ga 1 qo'shdim 4 ta bo'lib ketdi baribir. Tushunarlimi? Shu kislorodniki bilan. Keyin qo'shdik baribir 4 ta bo'lib qoldi. Tushunarlimi? Ketdik. Keyingisiga o'tdik. 25-savol. Demak, xo'p, qaysi karbon kislota tarkibida kislorod massasi uglerod va vodorod massalarining yig'indisidan 1.75 marta kam deb qo'yibdi. Hop, karbon kislotaning umumiy formulasi SN H2N O2. Savolda aytayotgan ekanki, kislorodning massasi deyapti, uglerod va vodorod massasining yig'indisidan 1.75 marta kam. Ammo hozir massasi qancha bo'ladi uglerod va vodorodniki? 14n. Buniki necha bo'ladi? 32. Shunaqami? Kislorod bilan mana bularning yig'indisini solishtiryapti. Qaysi biri ko'proq ekan shunda? Kislorod massasi uglerod va vodorod massasidan 1.75 marta kamroq. Kislorod kamroq ekan, demak ko'prog'i qaysi? Uglerod bilan vodorod. Ketdik. Teng bo'lar ekan 1.75 ga. 14n teng bo'ladi shunda, buni bunga ko'paytirib olsak yoki 1 taqsim deb yuborasizlar, qarama-qarshi tomon bir-biriga ko'paytiriladi. Demak 4 tali ekan. Xo'p, 26-savol. Menda bormi 26? Bor ekan. Demak, xo'p. Yog' gidrolizdan 1 ga 2 mol nisbatda kaliy palmitinat va kaliy margarinat hosil bo'ldi. Palmitin degani nima edi? Nechtalik? 16 talik. Hop, margarin degani 17 talik bo'lardi. Yog' gidrolizdan, yog' holati demak glitserin holati bo'lardi. Glitserin qoldig'i mana. Mana mashitga faqat kelgan ekan. Nima qilamiz? Mana. Karbon kislota qoldig'i bo'lardi mana bu. 1 ga 2 mol nisbatda qaranglar. 1 ga 2 dedi, 1 da dedi palmitinat aytadi. Kaliy palmitinat. 2 esa kaliy margarinat. Demak, menda margarin 2 ta bo'ladigan bo'lsa, palmitin shunda bitta bo'lish kerak. Palmitin umumiy 16 talik. Mana bu yerda hozir bitta uglerodni ishlatdim uni. Demak, mana bu yerga necha yozaman? N S 15 yozaman. H ni hozir yozamiz. Ketdik keyingisi. Margarinniki xuddi shunaqa 17 bo'lardi, bittasini yozdim mana bu yerda S 16. Mana bu ham margarin. 1 ga 2 deganligi uchun mana shu holatda yozib oldim. Xo'p, davomida nima deyapti endi? H necha bo'lish kerak mana bu? Sen H2n, hop. O2 holati bo'larmidi o'zi? Yig'indisi to'liq. Sen H2n O2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu umumiy S16. H demak 32 bo'lish kerakmi? 32, hop. Mana qoladi. Sn H2n plus 1 SOOH bo'larmidi? Mana bu yerni olib tashladik. Bo'ldi. Mana bu S15 qoldi mana bu. 15 bo'ladigan bo'lsa 15 ga ko'paytirdik. 31 ni qo'shdik, 31 ekan, yaxshi. Ketdik. Bu yoqda hozir xuddi shunaqa qilamiz. 2 ga ko'paytiraylik, 32, 33 bo'ladimi bu? H necha bo'ladi bu ham?
33. Mana bu qismda hozir ikkita vodorod bor, bunda bitta bor, bunisida ikkita bor ekan. Endi qaranglar. Xo'p, demak, mana shu bo'lgan ekan yog'imiz. Yog' molar massasini so'rayapti. Bo'ldi, qo'shib yuboraylik. Xo'p, mana bu yerda hozir demak 16, 17, 17 ta bor. 17 ga 17 ni qo'shsam 34, 34 ga 16 ni qo'shib yuboringlar. 60 mi? 50 mi? 50 ga yana 3 qo'shinglar. S53 ekan bu. H necha etsam 33, 33, 66, 66 ga 97. 97 dan tashqari yana 5 qo'shib yuborasizlar. Kislorod nechta endi aytsa? Kisloroddan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam. Mana shuni hisoblab chiqasizlar molar massasini. Nechi? 834 degan javobga qo'shilgan. Xo'p. Keyingisi 27. Glyukozani bijig'ishi ikki xil yo'nalishda, ya'ni etil spirtli va moy kislotali hosil bo'lishi bilan boradi. Glyukoza bijig'ishdan olingan gazlar aralashmasi ishqol eritmasiga yuttirilganda hajmi 2,5 marta kamaygan bo'lsa, glyukozaning necha foizi spirtli bijig'igan deb qo'yibdi. Ketdik. 27. Glyukozani yozadigan bo'lsak. Xo'p. Ikki xil bijig'ish ketibdi. Spirtli bijig'ish ekan birinchisi. Nima chiqadi shunda? S2, H5, OH ekan etil spirtlidan. O'ndan tashqari nima chiqish kerak bu yerdan? SO2. Keyingisi. Yana glyukoza. Endi moy kislotali bijig'iganda moy kislota chiqish kerak. S4H necha bo'ladi? 8O2. Shunaqami? Plus vodorod plus SO2. Xo'p, demak, buni oldiga hozir 2 qo'ysam, buni oldiga 2 qo'ysam teng bo'ladi, menimcha. Buni oldida esa, xo'p, necha qo'shimiz kerak ekan? Buni oldiga 2, buni oldiga ham 2 mi? Endi. Shunda deyapti. Glyukozani bijig'ishdan olingan gazlar aralashmasi, ya'ni nima? Vodorod bilan karbonat angidrid ishqor eritmasidan o'tkazilyapti. Mana shular ishqor eritmasidan o'tkazildi. Natriy gidroksiddan misol uchun mana o'tkazildi. Nima reaksiya kirishadi bular ichidan? Karbonat angidrid. O'sha yerda qolib ketadimi? Natriy karbonat, natriy gidrokarbonat bo'lib, demak u gazlarning ichidan chiqib ketdi, bo'ldi. Demak, mana bu yerga hozir mana shu ikkala gaz solindi va gaz reaksiyaga kirishmasdan ortib qoladigan nima? Vodorod ortib qoladi. Va shu paytda dedi, xo'p, gazlarni shunda hajmi 2,5 marta kamayib ketdi. Masalada aniq tushuncha qabul qilib ketsak bo'ladi. Nimani qabul qilamiz desa, 2,5 marta kamayibdimi? Mana buni 1 mol deylik. O'shanda dastlab necha bo'lgan bo'ladi ular? 2,5 bo'lgan bo'ladi. 2,5 marta kamayib qopti-ku. 2,5 baravariga. Dastlab karbonat angidrid bilan vodorodlarning yig'indisi hammasi 2,5 bo'lgan. Hozir 2,5 baravar kamayib 1 qolgan. Demak, vodorod 1 ekanmi? Vodorod mana bu yerda 1 bo'ladigan bo'lsa, hozir karbonat angidrid qancha bo'ladi buni ham? 1. Umumiy holatda demak 1, 1, 2 ni beradi. 2,5 dan 2 ni ayringlar. 0,5 tepaga qoladi. Nimani so'radi endi? Glyukozani qanchasi spirtli bijig'igan? Ketdik. Hozir mana 2 bo'ladigan bo'lsa, mana hozir 0,5 bo'ladigan bo'lsa bu demak 2 bo'lsa bu 1, 0,5 bo'ladigan bo'lsa demak bu 0,25 ekan. Xo'p, 2 bo'ladigan bo'lsa bu 1, 1 bo'ladigan bo'lsa demak bu 0,5 ekan. Umumiy menda glyukozam demak 0,75 ekan. Mana 0,75 menda hozir ulushni bergan foizdami? Xo'p, foiz 100%. Menda shuning ichida spirtli bijig'igani 0,25. 3 dan 1 qism. Tushundinglarmi? 33,33 chiqadi. Yoki agar kerak bo'ladigan bo'lsa 3 dan 1 deganda bu. Xo'p. Keyingi savolinglar. 28. Xo'p, pirimidin molekulasida sigma va pi bog'lar sonini aniqlang. Ketdik. Glyukozaga o'xshab, uzr. Benzolga o'xshab ketadi, sal boshqacharoq faqat. Javob. Doq qilamiz. Shunda vodorod nechta bo'lyapti menda? Bitta. To'g'ri keldimi formulasiga? Xo'p. Endi nimani so'radi? Sigma bilan pi larning yig'indisimi? Hammasimi shunda? Ammo vodorodlar ham hammasi sigmani bergan, to'g'rimi? Mana. Ashula aytolmaydi faqat, ha. Bir nimadir tarqalganda shu. Ketdik. Qaranglar. Demak, sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ta. Javob 13. Keyingisi. Xo'p, 29. Ekumulyar nisbatda olingan stirol va divinil sapolimerlanishi. Ikkita molekulani sapolimerlanish degani, hop, polimer olinadi, faqat ikkitasini aralashtirilgan variantda deydi. Tushunarlimi? Aynan nisbatda tengmi ish qilib, ekumulyar degan teng mol nisbatdagi, yaxshi, 1 ga 1 nisbatda ketyapti.
Sapolimerlanishi natijasida hosil bo'lgan makromolekulaning molyar massasi shunda 632 ming gramm taqsim molga teng bo'ladigan bo'lsa, polimerlanish darajasini topgan deb qo'yibdi. Qaranglar. Xo'p. Nima dedi? Sirolmidi? Bugungi mavzular. Sirol SH2 SH mana shu holatda bo'ladi. Siroldan tashqari nima bor ekan? Divinilmi? Nima edi u? Butadiyen. Vodoroddan 2 ta, vodoroddan 1 ta, vodoroddan 1 ta, vodoroddan 2 ta. Mana shu yerda hozir qaranglar, o'zaro bular sapolimerlanayotgan paytda, mana shu ikkitasi makromolekula hozir hosil qilayotgan paytda 1 ga 1 nisbatda ekan. Bo'ldi. 1 ga 1. Bitta olsanglar bo'ldi, yetadi. 1 ga 2 bo'lsa, misol uchun 1 ga buni bitta, bundan 2 ta olishinglar kerak bo'ladi, ketma-ketligini. 1 ga 1 degani uchun shunda oldik. Mana shu yerda polimer hosil bo'layotganda esingizda bo'lsa qo'sh bog'lar ochilardi. Bunda qo'l ochildi. Bu qo'sh bog'lar ochiladi. Bu qo'l ham xuddi shunaqa ochiladi va yon qismga tarqalish kerak. Makromolekula bir-birini ushlash uchun va mana hozir ketdi, davom etaveradi. Buni qo'li ham xuddi shunaqa ochiq holatda davom etaveradi. Xo'p, qolganlari nima bo'ladi endi? Bu qo'l bilan bu qo'l o'zaro birlashadi. Bu ikkala qo'l endi o'zaro mana bu yerdan chiqdimi? Endi o'zaro yopilib olardi, esingizda bo'lsa. Mana. Butadiyen kauchuk olinadigan holatga o'xshab, faqat bu kattalashgan variantida ikki xil narsa paydo bo'ldi. Xo'p, aralashib turdi. Endi nimani endi makromolekulaning molyar massasini aytdi 632 ming dedi. O'zi aslida mana yozilishlarini bilishinglar ham shart emas hozirgi holatda. Qaysi qo'l ulanib, qaysi qo'l ochilib hech nimasi kerak emas. Sizlar polimerlanish darajasi kerakmi? Buni molyar massasi bilan buni molyar massasi shuna qo'shib, bitta sapolimerni xullas kichkina qismini olsanglar bo'ladi molyar massasini. Mana bu hozir demak, hop, oladigan bo'lsak bu S8 H8 midi? Shunaqamidi? Mana bu butadiyen bir uch qism. Vodorodlar kamayib ketdi, material bo'lib ketmaydi hech qachon. Polimer hosil bo'layotganda. Hop, buni hozir formulasi S4H6 edi. Tushundinglarmi? Hop, mana buni molyar massasi nechi? Buniki nechi? 104. Bu nechi? 54. Ikkalasini qo'shib aytasizlar. Mana shu bitta kichik qismni olganda. 158. Mana shu qism 158 beryapti. Ketdik. 632 mingni 158 ga bo'lasizlar. Bo'ldi. Polimerlanish darajasi demak 4000 ekan, deb qo'yasizlar. Xo'p, keyingisi. Nazariy ekan. Haydash bo'ladi. Javoblar A. Keyingisi 31. 4 ta raqamlangan probirka anorganik moddalar eritmasi bor. Quyidagi ma'lumotlar asoslangan holatda moddalarni probirka bilan moslab raqamlang. Ikkinchi va 4-chi probirkalar moddalari bir-biri bilan neytrallandi. Demak, qarama-qarshi muhit bo'lishi kerak. Bittasi kislota muhiti, bittasi ishqoriy muhit bo'lishi kerak. Nimalar ular? Nitrat kislota bilan natriy gidroksid. Demak, 2 bilan 4 ga, S bilan D 4 galar. Qaysi biridir ikkinchi idishda, qaysi biridir faqat 4-chi idishda. Tushundinglarmi? Xo'p, demak, davomi. 3 bilan 4 oladigan bo'lsak, 3-chi va 4-chi probirkalar eritmalari aralashtirilganda, 2 bilan 4 edi tepada. Demak, nitrat kislota bilan natriy OHdan bittasi o'sha 4-chi idish. Endi ikkinchi jarayonda o'shandan bittasi olingan, yoki nitrat kislota yoki natriy gidroksid degan shu 4-chi probirka va unga 3-chi endi probirka solinyapti. Ya'ni A bilan B dan bittasida. Va o'shanda deyapti, aralashtirilganda o'tkir hidli gaz chiqadi debdi. Ya'ni u amyak. Xo'p, amyak qaysi biridan chiqadi desa, ammoniy xlorididan. Demak, B ekan. 3-chi idish aniq ammoniy xlorid. Demak, ammoniy xloridga nima qo'shishim kerak eng qizig'i? Amyak chiqarishim uchun natriy gidroksid qo'shishim kerak. Shunda natriy xlorid bilan ammoniy gidroksid beqaror bo'lgani uchun amyak bilan suvga parchalanib ketib qoladi. Demak, mana bu D 4-chi idish ekan. Demak, 4-chi idish D, hammasi o'z D ekan, ABCD variantida. Xo'p. Aylantirilganmi bu? Bo'ldi, qaranglar. D shunda qaranglar. 4-chi idish A bilan B qoldimi hozir shunda o'yinda? Endi qaranglar davomidan. 3-chi idish bu ammoniy xlorid, ya'ni B, 3 ga B deganini olishlik kerak. Javobingiz shunda A chiqar ekan. Xo'p, keyingisi 32 ham nazariymi? Tolol, sirol, fenolni nima bilan farqlashimiz mumkin? Birovli suv bilan. Xo'p, chunki ochilish har xil bo'ladi. Tololda 2 tur 6 birikish bo'lardi o'tgan mavzular. Xo'p, undan keyingisi stirolda har xil ketishi mumkin. Tashqi qavat birinchi dastlabki qism mana bu qism ochadi birinchi. Mana bu yerda hozir qo'shboq bo'lardi, mana shu ochilardi. Xo'p, fenolda ham xuddi shunaqa 2 tur 6 birikish bo'ladi.